22 yoshli bolaman-da. Bir tiyin puli yo'q. Musofir davlatda 150 mingcha qarz. Larzaga oylik qancha? 5600 so'm. Ko'proq bozorga maksimalni kirib olishmi sizda yoki tizimlashishmi hozir? 150 minglik shartnoma qildik investorlardan. 8 ta filial bittada ochdik. Qo'ylar buni ixtiro qilgan desak ham bo'ladi-da. Kofe yo'q O'zbekistonda. Bo'ldi shunaqa situatsiya. Filial ochish qiyinmi? Yo'q. Oson. Yurg'izish qiyinmi? Ha, qiyin. Tutib qolganda tap etib devorga otasizda. Либо psixbolnoysan o'tdilar, lибо sumashedshiysan. Birinchi siz kimsiz? Ko'zingiz yonib turgan bo'lsa, mutaxassis bo'lsangiz bu sohada, любой odam pul tikadi. Bir kvartalda 360 million pul o'g'irlangan. Ayolim oldida mashinaga tiqib olib ketib qolishganda mana. Уже pichoq turib turish. Tiqib qolib pichog'ingni уже. Mana charchab ketdim bu hayotda. O'ynab turgan ekan, o'yindan urardim-da, to есть jahl ustida. Kecha sirlar endi ochilyapti-da. Yes Coffee'ga 2023-yilda asos solingan. Hozir salkam 30 ta filial ishlayapti. Yonimda mana shu brendning asoschisi Muhammad aka turibdilar. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Tan olish kerak, bu natija rostdan ham zo'r ko'rsatkich. O'zbekiston sharoitiga 3 yilda 30 talab filial ochish rekord darajada super natija deya olishimiz mumkin. Mana shu natijani qanday ta'riflashimiz mumkin? Bu omadmi yoki ortingizda qanaqadir kattakon insonlar yoki qo'llab-quvvatlaydigan, poddeshka qiladigan qo'llar yoki puxta tuzilgan strategiya? Nima bor ortida? Avvalambor rahmat taklif qilganingiz uchun. Bu sohada biz 10-yil davomida ish faoliyat olib boramiz. Har doim bu bizni yutug'imiz deyman. Bu bizni jamoa, bizni oilamiz, bizni investorlar va shu bizni har kuni bizga kelayotgan xaridorlarimiz. Hammamizni yutug'imiz. Demak, bevosita obzorimizni boshlaymiz. Istalgan turdagi coffee shoplarni ochish uchun birinchi muhim bo'lgan omillardan bittasi bu lokatsiya, manzil. Shu haqida gaplashsak. Bu bino hudud o'zingiznikimi yoki ijaraga turiladi? Bu ijara. Biz bu joyni 4 tadan ortiq kompaniya qiziqqan ekan bu joyga. Chunki bu yerda mana Costa Coffee bor, dunyoviy brend. Mana hozir Pimps ochilyapti. Bu ham dunyoviy brend. Dubaylarda bor, Rossiyalarda bor. Biz ham shu qatorda bo'lib, Yes Coffee'ni milliy brend qilib, formatida bu lokatsiya uchun juda talashdik va mana shu bizga nasib qilgan ekan. Demak, 30 taga yaqin filiallarning hammasi ijarada turiladi. Hech qanday sotib olinmagan. Bu haqida hali batafsil razbor stolimizda to'xtalamiz va ma'qul desangiz bevosita obzorimizni boshlasak. Nima uchun Yes Coffee? Yes Men degan kinoni ko'rgandim, Yes Coffee mana birinchisi. Bizni brendni tanlayotganda odamni ismidan keyin eng yoqtiradigan so'zi bu ha degan javob ekan. Ya'ni yes. Masalan, kelindan savol berib, menga turmushga chiqsam deganda ha degan javob eshitib keladi. Logika, mantiqli. Yoki investordan bizga daromad qilishimiz uchun tijoratimizga pul kerak, pul tikasmi deganda ha, ya'ni ha degan javob odamni esida qoladi va biz kofe deganda вопросительный знак qo'yganmiz, unda belgisi. Shunda odam уже сразу yes degan atvet qo'yganmiz. Ichasan degan ma'noni beradi. Odam kofeni o'ylaganda сразу yes degan atvet keladi va shu orqali kofega anaqa ko'payadi. Bu coffee shopni ochilishi uchun eng minimal kvadratura bormi? Katta joy farqi yo'q, lokatsiya, ya'ni manzil yaxshi bo'lsa olib ketaverish mumkinmi? 4 xil formatimiz bor hozirgi kunda. Yes Express bor. Bu vending kofe mashinkalari, ya'ni u yerda 1 kvadrat metrda kichkina avtomat mashina joylashgan. Take out olib ketish uchun. Odam xodim ishlamaydi, o'zi zakaz qilib, o'zi kofeni olib ketadi. Ikkinchi formatlarimiz Astrovok formati. U yerda shu 10 kvadratdan 20 kvadratgacha joylashgan Astrovok formatimiz. Keyin Street Retail bor. U yerda уже 30 kvadratdan 150 kvadratgacha. Keyin palna formatli bor, ya'ni уже 150 kvadratdan 300 kvadratgacha. Bu yerda уже kuxnyasi bor, ovqatlanadigan joyi bor, shu proseslar shu tomonlama. Bu qancha joyga? Agar tepa past bilan hisoblasak, 150 kvadrat metr. Bu street retailga yaqin format. Endi dizayn haqida. Bu dizayn mualliflik, ya'ni o'zingizga tegishlimi yoki qaysidir jamoadan mana shunday dizayndan foydalanishni so'radingizmi yoki ular tayyorlab berishdimi? Nega yashil rang? Shular to'g'risida. Yashil rang o'zi odamga anaqa spokойствие beradi, tinchlik beradigan, xotirjam bo'lib qoladi. Prirodaga yaqin rang ekan.
Buni ham shu Abba marketing kompaniyasi bizga brend bookni Yes brendini qilib berishgan. Brand bookni qanchaga qilib berishdi? U bir martadan adashmasam, to'g'rimi? Qanchadir yil siz foydalanasiz, keyin rebranding qilsangiz o'zgartirishingiz mumkin. U qanchaga tushgan sizga? Xo'p, ochiq aytaman. Yes ochilayotganda bizda Alisher Isayev birinchi sherigimiz bo'lgan, birinchi investor bo'lgan. Ular как smart money formatida va networking formatida kirganlar kompaniyaga va investitsiya bilan har tomonlama svязlar bilan tanishtirib, kelishtirib, yaxshi formatda qilib berishgan. Brand bookga men pul bermaganman. Tanish bilish ishlayapti, o'rtoqlar, siz deyapsizlar. Balkim Alisherga bergandilar. No, Alisherga o'zlari aytganlar bo'ldi. O'rtacha qanchaga tushishi mumkin edi? Men aytganman, men narxni bilmayman, o'zingizlar gaplashib olasiz, chunki anaqa men kontakt beraman bo'ldi. Keyin bulardan so'rasam 3000 dan 5000 gacha brend book qilinar ekan. Ajoyib. Balkim oshgandir, balkim kamaygandir. Xo'p, dizayn qildik. Endi buni pardozlash yoki mebellar, texnikalar bilan jihozlash qolyapti. Bu qaysidir rus tilida aytganda podkulush deydi-yu. To'liq topshiradigan ustalarga topshirdinglarmi bu mas'uliyatni yoki o'zingizlar boshida turib, har bitta filialga alohida mehr berib tayyorlaysizlarmi? Meni o'zimni stроительный har bitta anaqa etapimda o'zimga komandam bor. Qurilish komandasi bor menda. Ular mana shu tadbirkorlikda 2019-yildan beri bo'lgan bo'lsam, ular mana 2009-yildan beri kichkina ishlarimni, proyektlarimni ular shu paytgacha qilishgan. Ularga aytaman, bolalar, smeta chiqaringlar. Men sizlarga ishonaman. Hammasi yaxshi. Bosinglar, mana dizayn bo'yicha, mana dizayn, mana proyekt. Hamma muammolari o'zinglarniki. Ya'ni menga rezultat kerak, strok kerak bo'ldi. Aytgan pulinglarni biza Deadline belgilab berasiz. Da. Bitta filial noldan mana shu joyni ijaraga oldingiz yoki o'sha sarmoyadorlar bilan kelishuv qildingiz. Qancha muddatda start bera olasiz ishga? Kvadraturadan kelib chiqib, minimalni 1 oy, maksimalni 2 oy. Kelishuv bo'lsa, demak 2 oyda o'zi u joy coffee shop sifatida faoliyat yuritayotgan bo'ladi. Demak, bu mebellargacha o'zlari olib berishadi. Ular o'zligingiz qarashadi, o'zligingiz audit qilishadi va proyekt topshirayotganda bizga o'sha hisob kitobini mana shu joydan oldik, mana anaqa raqamlari o'zingizlar telefon qilib biz ham bolalar audit qilib tekshirib ko'rishadi. Coffee shopni tayyor holatiga kelishi kvadraturasi qanchaga tushyapti? Bu filialdan kelib chiqamiz. 100 mingdan oshiq pul kiritildi bu. Mana shu joyga 100 mingdan ziyodroq pul ketgan. $100,000. Sizda kichkinasi ham bor, katta filiali ham bor. Eng kichkinasiga minimalni qancha summa ketgan u, eng kattasiga qancha ketgan? Yes Express formatiga eng minimalni $5,500 ketadi. O'sha birga bir. Birga bir kichkina vendingga samoobslužиваниеda. Kafenyani olsak, Островокka eng kichkinasi 20 mingdan, eng kattasi 200 minggacha pul kiritiladi. Ulug'bek ismim, rahmatli akamning ismlarini olganman. Muhammad deb chaqirishadi. Yoshim 27 da. 98-yil tug'ilganman Toshkentda. Hammaning orzusi bo'lgan, shu yoki kosmonavt bo'laman yoki futbolchi bo'laman deb. Bizning futbolchi bo'lish bo'lgan. Biz professionalni o'ynaganman futbol. Paxtakor akademiyasida o'ynaganman. Trenirovkani, keyin o'qishni, keyin yana tirikchilik ham qilib turardik. Shu maktab paytidan. Onamga konstovar sotardilar. Adam esa quruvchi bo'lganlar. Onam konstovarlarni maktabga olib kelib, o'zim sinfdoshlarimga sotardim. Maktabni bitirib, akademik litseyga kirganman. Toshkent davlat texnik universitet qoshidagi akademik litseyga kirganman. U Chilonzorda. Hozir yopilib ketgan o'qish. Shu yerda o'qib, ekonomistga bitirganman. Uni g'irt anaqa o'qimasdim, maktabdan chiqib ishlardim, o'qishdan chiqib ham ishlardim. Orqa partada uxlardim. Unaqa o'qishga qiziqish bo'lmagan menda. Litsey paytlari Bisyor degan to'yxona bo'lardi. Shu yerda ishlardim, nochda ishlardim. Ertalabki oshga chiqardik biz, nahorga oshga. Kechasi soat 10 da kelib, zallarni tayyorlab, keyin oshga chiqardik. Ertalab o'qish, maktabda uxlardim, litseyda. Orqa partada uxlardim. Keyin yo'dan chiqib, obedlarga chiqsam, shu obedlarda chiqib, Blackberry Coffee degan qahvaxona bo'lardi. Shu yerda anaqa bo'lib, ofitsiant bo'lib ishlardim. Va ishdan keyin shu trenirovkalarga ham haftada 3 marta trenirovka bo'lsa, shu trenirovkalarga borardim. Futbol bilan shug'ullanib turardim. Endi uyga pul olib kirish kerak, hobbini ham olib borish kerak. Menda orzu bo'lar, shu futbol bilan shug'ullanganimda shu Rossiyaga borib jahon chempionatini ko'rish. Shu 18-yili jahon chempionati Rossiyada bo'lgan, shu yerga borganman Piterga. Jahon chempionatini bilet ola olmaganman, no shu vibe'da shu yerda anaqa hamma turistlar, hamma shu yerda katta televizorlarda ko'rsatardi o'yinlarni. Lekin o'sha Braziliya terma jamoasini живой ko'rganman. Hammasi Neymarlarni gostitsiyasida deydi, bir 5-6 soat kutganman ularni kelishini. Hop, Piterda ham qanaqa bo'lardi? U yoqda nochda ishlardim barista bo'lib, kunduz esa trenirovkaga borardim. Keyin u yoqda anaqa pasport yashil bo'lganligi uchun bizani olishmagan ko'p joyga ishga. Kelgan bitta joy
ham kadroviy anaqa bo'lgan, gold bo'lgan, tekuchka bo'lgan, ularga barista kerak bo'lgan. Mani ko'rishyapti, ruscha gapiryapman, inglizcha gapiryapman, baristalikni bilyapman, qiziqyapman. Bizga keraksiz deb ishga olib qolishgan. No, endi bazaviy kofe qilishni bilardim, atak unaqa professionallik qila olmasdim. Shundan keyin baristalik formatida u yoqda starshi baristaga chiqqanman, upravляющий barista как baristalar starshisi bo'lganman, tochkan starshisi bo'lib. И Almaz Ante degan futbolni klub bo'lardi, kechligida o'ynardim. Yani kechasi ishda edim, kunduzi trenirovkada edim. Birinchi liga, молодежный ligada o'ynardim. U yoqda ko'rdim, что futbol bargan qiyin bo'lyapti. Mana o'z travmam bor edi, anaqa razriv bo'lgan, anaqalar, mышцалар. Shundan keyin уже ishlash kerak deganmanda, uydagilar bitta o'g'il bo'lganim uchun bolam qayta qol deyishgan, keyin qaytganman Toshkentga. Muhammad, mana biznesda nepotizm degan narsa bor-da. Biznesingizda shu narsa bormi, yo'qmi? Tomoshabinlarimiz tushunmay qolishmasin. Nepotizm degani nima degani edi bu biznesda? Nepotizm bu biznesda qarindosh urug'chilik, tanish bilishchilik. Ha. Sizni biznesingizda qanchalik o'rin olgan? Boshida zo'r u narsa. Imенно startup darajasida. Keyin qanaqadir уже уровеньga chiqqandan keyin bular bilan уже bu formatda ishlash qiyin bo'ladi. Ular aytadiki, biz shu payt qilganmiz-ku, turaverganmiz-ku, biz ochganmiz-ku. Уже qiyinroq bo'ladi. Shunda menda bo'lgan u narsa mana 1 yil oldin bo'ldi, mana hammaligisini chaqirib, rozi qilib, sovg'alar berib, chiroyli qilib formatda bildimki, что уже men yaxshi ukaman, yaxshi do'stman, yaxshi akaman, lekin как rahbar bilan mana shu narsani совместить qilish qiyin bo'lar ekan. Bargan rahbar talabchan bo'lishi kerak, ishga yaxshi qarashi kerak, chunki xodimlar bor, investorlar bor. U yoqda уже kechirimli bo'lmaydi bu narsaga. Shunga yaxshi formatda, chiroyli formatda xayrlashib, lekin haligacha отношенияda gaplashib turamiz. No biznes уже qilinmaydi unaqa formatda. Qabul qila olishdimi? Ya'ni boshida siz uchun turib berishyapti-da, brendingiz ko'tarilgandan keyin qaysidir ma'noda qo'pol qilayotganda chopilyapti turadi. Dubayni основатели aytganlaridek, menga qiziq emas kecha nima bo'lgani. Menga hozir qiziq deb aytar ekanlar jamoalariga. Sherlar kerak, ya'ni kiklar kerak emas degan ma'noda. Chunki Ya'ni o'zini Ritsarlar kerak mutaxassislari kerak. Da, Ya'ni har bir направление, har bir yo'nalishni. shunaqa. Hozir xulosa qiladigan bo'lsak, biznes yuritadigan odam yoki startup boshlaydigan odam o'ta sovuqqon bo'lishi kerak. Kimnidir hissiyotlari bilan, kimnidir ko'ngli bilan ish tutmaslik kerak. Shunaqa fikr kelib chiqyaptimi? Biznesda nechyo lичного deydi-yu bu yerda, shunaqa format. Ertaga siz kattaroq qarz kirib qolsangiz, hech kim kelib yordam bermaydi-da. To есть shuning uchun sovuqqonlik bo'lishi kerak. Meni shaxsiy fikrim bu. Shunda xodim ham sovuqqon yondashishi kerak, chunki ba'zi bir jamoalarda biz oilamiz, birgalikda o'samiz degan shiorlar asosida ham quriladi-yu, HR tizimi yoki umuman. Endi ular ham sovuqqon qarasa, bular ham sovuqqon qarasa, faqat o'rtada pul ushlab turish kerakmi endi kompaniya bilan xodimlarni? Ya biznesda o'zi maqsad bo'ladi-da. Maqsadga ketayotganda bitta umumiy bitta maqsadi bor. Mana shu joyga misol uchun Yes Coffee'ni oladigan bo'lsak, qaysidir joyga borish kerak. Misol uchun 100 ta filial qilish kerak, Markaziy Osiyo bozoriga chiqish kerak. O'sha joyga maqsadga qarab ketayotganda, u yerda agar biza aravani tortadiganlar bo'ladigan bo'lsa biznesda, yo bo'lmasa o'sha maqsadga zid harakat qiladiganlar bo'lsa, qarindoshimizmi yo o'rtog'imizmi, tog'amizmi yo amamizmi, o'g'limi bo'ladigan bo'lsa, ularga bir rahm, shafqat, meni qarindoshim ekan deb qarasa, u narsa noto'g'ri bo'ladi-da. Ya'ni chunki biznesda o'sha maqsadga qarab hamma intilish kerak. Yaxshi yomon odam yo'q-da. Biznesda to'g'ri yo noto'g'ri odam bor. Yaxshi yomon bo'lsa u hissiyot, u. To'g'ri yo noto'g'ri desa, bu yerda sovuqqonlik-da. To'g'ri yo noto'g'ri shunaqa. Muhammad aka, noodatiy qutilar tanaganim monopoliya bo'ldi, qolganlarni tanimadim. Bu nima uchun? Kosta bor, boshqalar bor. Ulardan odamlar bariga ham jalb qilishlik uchun shunaqa ana qiziqarli o'yinlarni qo'yib qo'yganmiz. Kechasi bolalar kelib, komandalar kelib, o'yinlarni o'ynab, odamlar bilan qanaqadir как short location Test qilib sinab ko'rilganmi? Mana shu o'yinlar o'ynalayotgan vaqtda ko'proq kofe ichishadimi yoki o'zlari suhbat qilgandan? Menga ham qiziq bo'lyapti-da, hozir men bilan qo'yib yuborsa, shunga kirib ketib, sizdan savdo qilish yodlardan ko'tarilib qolmaydimi? Yo'q, anaqa vodka kirganda, mana birinchi biznesim kompyuter xonada bo'lganda, Game Club, ha? Game Club 18-19 yil kontra o'ynashardi, keyin Dota qanday o'yinlar o'ynashardi, emotsiyada bo'lardi. Emotsiyada bo'lganda, qaramasdan yeyishyapti-da. Sotib. O'zim uchun bitta katta insight oldim. Odam emotsiyada bo'lganda ko'proq narsa xarid qilib iste'mol qilib qo'yishi mumkin. Ha, eyforiyada bo'ladi-da. Переговорlardan oldin investorlarni chaqirganimda mashinada aylantirib kelaman. Bosganda anaqa
energiyasini oladi, adrenalin oladida, ko'zi yonib turgan payt biz zilkani yopamizda. Shunga euforiya har doim yaxshi anaqa. Demak, Muhammad aka shunchaki Yes Coffee'ni asoschisi, biznesmen emaslar, ular mutaxassislar. Ya'ni o'zlari tayyorlab, baristalik qilib, o'sha mutaxassislik asosida qurilgan biznes deb bo'ladi, to'g'rimi? Shunaqa. Ana endi o'zingizni qo'lingizdan bitta kofe ichamiz. Faqat achchiq icholmaymiz. Shirinrog'i qaysidan tavsiya qilsangiz, kofe tayyorlashdan oldin kofe shop ochilishida bizga zarur bo'ladigan jihozlar, texnikalar haqida gapirsak. Qanaqa texnikalar kerak bo'ldi? Ular qaysi brend, qaysi davlatdan kelgan, qancha sarmoya kiritish kerak? Ayni texnikalarning o'ziga eng zarurlardan boshlaylik. Endi bu motor, aytaylik. Tranchillo kofe mashinkasi, italyanskiy mashinalarni men anaqa mexanika deyman. SSSRskiy mashinalar deyman. Nega? Chunki anaqa ular ob'yomlikka yaxshi chidab berishadi. Baquvvatmi? Baquvvat. Bu qancha? 3000 dan 5000 dollargacha. Brendiga qarab, quvvatiga qarab. Ya'ni buni raqobatchisi ham bormi? Olishingiz mumkin bo'lgan yaxshirog'i yoki bundan pastrog'i? 30 ming 40 ming dollarlik kofe mashinkalar bor. 2 yillik brend bo'lganligi uchun biz boshidagi proyektga unaqa katta sarmoya kiritmaymiz. Texnikani o'rni qay darajada rostdan ham mijozlarga yoqadigan ta'mni ishlab chiqishda? Barista kuchli bo'lsa, istalgan texnikadan ham yaxshi kofe tayyorlab bera oladimi yoki qars ikki qo'ldan chiqqanda bu ham muhimmi? Albatta, kofe yaxshi tayyor bo'lishligi uchun 3 xil omil bor. Birinchisi bu kofeni o'zini ta'mi, ya'ni kofening o'zi asli. Kofening o'zi asli. Ikkinchisi baristani ilmi. Uchinchisi esa u kofe mashinka. Ya'ni 33 proporsionalni bariga hamma narsa bir-biriga bog'liq. Unda kofedan boshlaymiz. Kofe qayerdan kelgan? Kofeni biz Braziliyadan aniqlamiz, olib kelamiz. Navlari bo'ladimi buni ham? Buni nomi arabika. Kofeni o'zi paydo bo'lishi juda chiroyli tarixga ega. Aytishadi-ku, qo'y barakali hayvon deb. Mana hozir biz To'ytepadan yer oldik va u yerda shu imенно mana shu qadriyatga asoslanib kichkina qo'y ferma qilib qo'ymoqchimiz. Ya'ni barakali bo'lganligi uchun. Nega bu narsani aytibman? Kaldi degan pastuq bo'lgan. Ya'ni shu cho'pon. Qo'ylari bilan sayr qilib yurganida qo'ylari bu meva o'zi kofeni, mevaga o'xshagan qanaqa bo'ladi, qizil bo'ladi. Uni yeb qo'yishgan. Yeyishganda kechasi bilan uxlashmagan. Bir-biri bilan urushib, beshinlik bo'lib, u yoqdan bu yoqqa urilib, uyquni qochirib yuborganda, shunaqa? Da, shundan keyin qo'ylar buni ixtiro qilgan degan bo'ladi-da. Shuncha payt kofe ichgan ekanmiz, buni tarixini bilmas ekanmiz. Aytishadi-ku, qo'y barakali deb. Mana shu orqali hozir necha milliardlik kompaniyalar qurilyapti-da o'zi. Shunday. Hozir mana bu kofeni maydalayapti. Bu moslamaning asosiy vazifasi kofe mevasini ko'ryapsizlar, mana shuni maydalab beradi. Hop, nega buni presslab oldik? 10 kilodan ziyod press anaqasi tushishi kerak. Og'irligi tushishi kerak. Bu yerda ham press bor. G'oz bosib, bu yerdan suv tushishni boshlaydi. Ya'ni davleniya. Tayyor kofe bo'lib chiqadi, to'g'rimi? Da. Braziliyaniki arabika navi. Boshqa navdagi, boshqa davlatdan ham kofelar olish mumkinmi? Nega aynan mana shu nav, mana shu Braziliyanikidan olib ishlatyapsiz? O'rta Osiyoga mana shu arabika formatidagi kofe yaxshi o'rgatilingan. Qabul qilishganda shu ta'mni. Braziliya, Efiopiya, Kolumbiya shu uchala anaqani davlatlarni zirnosi hammaga yoqqan. Toshkentga qaytib 1-2 oy ishga chiqmaganman, uyda yotganman, anaqa polностью lecheniyalar olib, o'zim kelib olib kelgan. Boshida B&B'ga borganman, B&B'ga qahvaxonaga baristaga kirganman. Yo'da bir haftacha ishlab, keyin yo'dan anaqaga ketganman, Bredliga ketganman. Bredlida ham bir 3-4 oy ishlaganman. Bilganman, shu tadbirkorlik bargam qilishim kerak. Chunki yana bir xil formatda ketyapti hayotim deb Bredlidan ketganman. Keyin birinchi biznesim mahallamizda kompyuterniy klub bo'lardi. O'sha yerda qarasam, kechasi bolalar ko'p odam o'ynardi. Ular anaqa 10 taga 10 ta bo'lib, 20 taga 20 ta qanaqadir o'yinlar bo'ladi anaqa. Counter, Dota nimadirlar. Shunda qarasam, ular hammasi fast food yeyishyapti. Evsdan, lavashdan anaqa qilib chaqirib, kelgancha sovib qolyapti, ular kutishyapti. Men aytganman, bo'ldi, mana shu davaychi menga arenda beringlar, men olib yurg'izaman deganman. Keyin uydan bitta stol olib chiqqanman. Toster bo'lgan, ular tosterni olganman-da, shunaqa xuddi qilishni boshlaganman. 2019-yil. Birinchi biznesim shu. Kanada degan brend qilganman, kichkina qilib, stolda Kanada logotip yozib, kepkam ham Kanada bo'lardi. Kanadskiy sosiska bo'lardi. Shunga Kanada deb
anaqa qilib. Lekin zo'r savdo bo'lardi o'tdi. Kechasi bilan bir 100 tagacha hot-dog sotilardi kuniga. Hot-dog olganga kofe tekinga derdim-da. 3 в 1 kofeni paketlarini bitta idishga solardim, to'kib, keyin qoshiqda solib, kichkina kipitok qilib, shunaqa qilib kofe sovg'a deb odamlarni qiziqtirganman. U yoqdan chiqqan daromadli proyekt bo'lgan. Ertalab bomdodga, masjidga non olib chiqardik. 200-300 ta odam masjidga kelsa ham, kuniga bir 50 tadan 100 tagacha non sotilardi. 2000 so'mdan olardim nonni, 2500 so'mdan sotardim. Ertalab shu bomdoddan chiqib. Ikkita masjidga qo'yganmiz. Bu yoqga, ana qanniga qo'yganmiz, keyin anaqaga Shayx Muhammad Sodiq masjidi oldilariga qo'yganmiz. U yoqdan ham pul kelyapti, bu yoqdan ham pul kelyapti, hammasi yaxshi. Keyin 19-yil oxirlari уже karantin boshlandi-da. Hamma narsa yopildi, hamma joy yopildi. Keyin 20 ga o'tar, sekin ослаблениялар boshlandi karantinda anaqasida. Avtovokzal oldida Samarqand pitak bor, shu yerga nimadir pishirib sotish kerak deydi. Chaqirishdi meni. Joy egalari $200 pul berishdi. Esimda. Borib qozon o'choq oldim. Plasmas ikkita stol oldim-da, shu yerda bitta povor olib kelib osh damlashni boshladim. Men bilmasman, shu o'zim organizatsiya qilardim-da, ya'ni stollarni artib, oshni bilan suzardim, men sotardim shunaqa qilib. Kuniga bir 5 kilo oshga chiqdik-da. Asfalt hech narsa yo'q. Prosta asfaltda o'zi, rakovina ham yo'q, kanalizatsiya ham hech narsa yo'q. Anaqa laganlarni unda plasmas idishga quyib, kipitok bilan yuvardik. Shunaqa anaqa bo'lgan. Keyin o't zo'r bo'lib ketdi. Shashlik qo'ydik. Kuniga 100 ta shashlik sotilardi. 100 ta shashlik, 5 kilo osh, ya'ni $200 bilan boshlangan anaqa joy zo'r bo'lib ketdi. Keyin shu joy egalari oldida arenda qilish hisoblashni boshladi. Ya'ni sherik bo'lsa, o'zi biz sherik bo'lib kirishgan, savdo masalan paytlari savdo bo'lmay qolsa, arenda so'rashdi. Ya'ni ikki xil o'yin bo'lib qoldi. Bo'ldi, bizga oyiga $500 ber deyishdi. Keyin $600 ber, keyin $700 shunaqa oshirishni boshlashdi. Men aytdim, biz sherikmizmi yoki joy egasimisiz dedim. Shunaqa kelishmovchilik bo'lib qoldi-da. Keyin keldida joyi mendan olib qo'yishdi. O'rnimga odam olib kelib, polностью уже odam o'rgangan, tepa qurilgan, chiroyli bo'lgan joyni mendan olib qo'yishdi. Ammo u yoqdan olgan daromadga уже esimda Archa ko'chada haligacha ishlaydi, moyka bo'lardi. 2 etaj zdaniya. Kafeyn, kichkina qahvaxona ochdim. Shelby's Coffee deb ochdim. Pat Shelby's degan anaqa kino bo'lardi. Shelby degan shu formatda ana kofe ochdim-da. U ham qish payti ochilganda zo'r yurdi. U yoqdagi daromaddan Sergelida anaqa ochdim. Shelby's Barbershop deb sartaroshxona ochdim. Ya'ni pulni sразу ko'paytirish anaqasidan qildim-da. Ko'p narsa qarzga olinganda, kofe mashinkalar, logotip hammasi qarzga qilinganda, keyin bu joydagi daromad bularga yordam berib turgandi. Aniq qilish, yurg'izishdi. Keyin oshimni olib qo'yishgandan keyin bular ham уже alahsirashni boshladi-da. Keyin hammasini yopdim-da, bular aytishdi, bo'ldi, ketavering deyishdi. U yoqdagilarga aytdim, bordim. Qancha qarzim bo'lsa bo'ldi, men 3-4 oyda qilib beraman dedim. Shu paytda o'zida 20-yil bir 20 ming 10 mingdan 20 minggacha qarz bo'lgandi. Men точно bilmayman, shu 20 mingga yaqin pul qarz bo'lgandi. Menda shu anaqa working balance formati, menda anaqa grafik yo'q-da. O'zim hozirgi kunda mana o'zim обратно operatsionni direktor bo'lib qaytib keldim kompaniyaga. Уже 5 marta alishtirgandan keyin katta мясорубкаga protsesslarni boshqatdan tashlab, boshqatdan to'g'irlab, yangi formatda biz qildik. Har bitta xodim maqsadlarini eshitishni boshladik. Nega kelding o'zi? Yesga nimaga kelding? Menda Instagramda bitta video qo'yganmiz, shu 2014-yildan beri men shu EOSda ishlaganman, Piterda ishlaganman, barista bo'lib ishlaganman, ofitsiant bo'lib ishlaganman, Blackberry Coffee'da ko'p joyda ishlaganman. Shundan mana Yesni asos solganimizgacha bitta chiroyli video tayyorlaganmiz. 1,5 million prosmotrga chiqib ketgan. Kelayotgan xodimlar Muhammad aka, biz ham mana shunaqa tadbirkor bo'lmoqchimiz, biz ham kofe ochmoqchimiz deb kelishyapti. Shularga roadmap chizib berdik. 1 yildan 7 yilgacha u bola kelib, o'rganib, 7 yilda уже как tadbirkor, уже unda barqarorlik bor, mashinasi bor, o'zini franshizasi bor. Men juda azyan talabchanroqman-da. Menda grafik yo'q. Ertalab bomdoddan turib, kechki payt 12-1gacha yuraveraman. Ya'ni ish proses tochkalarga boraman, yo'lga boraman. Boxing day.
Boxing day shunaqa deyman, boxing day deyman. Shu o'rinda boxing dayga ham izoh berib ketsangiz. Bir kun hurmatli tomoshabinlar. biza shu yaqinda bir o'quv dasturi qildik, yoshlar biznes maktabi. Bir kun kelmadida, keyin chunki taniyman, qarasam auditoriyada yo'q. Keyin telefon qildimda, Muhammad ko'rinmayapsiz, aka uzr, hozir men yerda bitta anaqa pajar chiqib qoluvdi, bugun men boxing daydaman dedi. Ya'ni to'laqonli operatsiyonkadaman, играющий trenerman dedi, xullas. Muhim pozitsiyalarni o'zlari bajarib turganlar. 2016-yildan Blackbeard Coffee'da 2,5 yil davomida ofitsiant bo'lib ishlaganman, undan oldin Evs'da ishlaganman, keyin Blackbeard Coffee'da 2,5 yil ofitsiant. Nega ofitsiant bo'lganman? Chunki ko'p pul topardim. 2016-yilda kuniga 500 mingdan 1 million so'mgacha pul topardim. Chayvilar, anaqalar hisobiga. Chayvilar, juda ko'p pul topardimda. O'zim yoshimga ko'raman, что men bergan lavozimga qo'ygan odam, masalan, ishini bajara olmasa, o'zim aralashmaslikka harakat qilaman. Ko'raman, что noto'g'ri ketyapti proses. Shunda уже o'zim har tomonlama boshqa variant qilib, bittada masshtab qilayotganingizda, masshtab bo'ldi, o'zi og'riqda, masshtab qilganingizda anaqa operatsionniy kunlik rutinalar fokus qilinmasa, anaqadan chiqib ketadi, relsdan chiqib ketadi. Bu yerda mana shu etapda o'tgan prosesni siz bilasiz, faqat siz bilasiz u etapda-da. Bu yerda masalan qaysidir etik CEO ni olib keldingiz yoki marketolog SMO ni olib keldingiz, kim olib kelishidan qat'iy nazar, u odam ishga sizdaqa yondashmasa, siz aytar ekansizda Ishlamayapti. biz cho'tta biz samana kelisha olmaymiz deb anaqa qilar ekansiz. O'zingizni plankangizz borlarmi unda? Sut tanlashda nimalarga e'tibor berish kerak? Istalgan sutni qo'shib ketsa bo'laveradimi? Foiziga 2,5% dan 3,2% gacha bo'lsa, o'rta anaqada to'g'ri keladi. Buni mana shu kompaniyani o'zi bilan kelishuv qilgansiz, ular yetkazib beradi. Shunaqa. Endi ulgurjida optimda olganingizdan keyin yaxshiroq Albatta. tushirib berishyaptimi bozor narxini? Albatta, ob'em bo'lganligi uchun albatta. Qancha bozor narxidan qancha tushirib beradi? Примерно shu 12 ming, 13 mingdan sotamiz o'zimizning filiallarga. Qanchadan olasiz? Примерно shu ob'em bo'lganligi uchun 10,500 so'mdanmi tushadi shunaqa. Nega bundaqa savol beryapmiz Muhammadjon aka? Hayron bo'lmaysiz? Mabodo kimdir coffee shop biznesiga kiraman desa, taassurotlar, tasavvurlar hosil bo'lsa, sutni kimdandir olaman, kofeni kimdandir olaman deb. Demak, kofeni ham xuddi shunaqa olasiz. Kofeni ham biz o'zimizda ishlab chiqaramiz. Ishlab chiqaramiz degan qanday ma'noda? Kofe bizga yashil xom formatida keladi. Biz uni o'zimizda qovurib sotamiz. Ko'chaga va o'zimizning filiallarga. Xo'p, demak O'zbekistonda sizni qovuradigan nima deymiz, sexmi, shunga o'xshash alohida bir joy bor. Shunaqa. Xo'p, biz hozirdan kapuchino qilamiz. Endi anchadan beri chizmadim. O'xshata olamanmi, yo'qmi? Yuraychalik. Ice lattemi? Qanaqadir sirop qo'shib beraylikmi? Karamel, vanil, karamel. Hop, bu yerda muzli kofe tayyorlashyapti. Ice coffee. Ice latte dedingizmi o'zi nomini? Ice latte. O'zi oddiy latte kofesiga muz qo'shsangiz ice latte bo'lib ketaveradimi yo'q? Shunaqa. Boshqacharoqmi? Shunaqa, ice latte. Hozirgi kunda kofe bozori oshyapti. Chunki odamlar o'zi anaqa bilishyapti. İşte kofe ichgandan keyin energiyangiz bo'ladi, nastroyengiz oshadi. Va u narsaga organizm o'rganib qoladi. Energiyasi yaxshi beriladi va ishlagingiz kelaveradi. Nima bu? Sirop? Sirop. Shu kofega ta'm beruvchi bananli, kokosli, har xil siroplar har xil formatlari bor. Bu mijozdan kelib chiqib qo'shasizmi yo o'zingiz istaganingiz qo'shib ketaverasizmi? Mijozdan kelib chiqib. Mana shu yerda o'zida hozir Muhammad aka, ya'ni shu Yes kofeni asosini o'zlari ko'rsatib olayotgan paytimizda mijoz kelib qoldi. Mijozdan o'z fikrlarini olamiz. Assalomu alaykum. Hormang. Nega aynan Yes Coffee? Atrofda juda ham ko'p edi kofe brendlari, hattoki xalqaro brend darajasidagi kofe shoplar bor. Nega Yes? Men uchun o'zi shu yerda turaman. Men uchun juda ham mazali. Misol uchun oldin ichganmisiz buni? Yo'q, ichmaganmisiz? Har ichmay turib ko'rsatib olyapsiz. Mana hozir birga tayyorlaymiz, ichamiz-da. Siz bir marta ichganingizdan keyin boshqa joydan ichmaysiz. Men postoyanno уже ichaman. Misol uchun boshqa joydan уже ta'mi bilan farq qiladi-da. Misol uchun
и xodimlar juda ham yaxshi. Ya'ni Muomalalari? doimda misol uchun men hozir syomka просто o'zinglar uchun Instagram yoki shu YouTube uchun qanaqadir olyapsiz deb o'yladim. Bularning boshliq ekanligini ham bilmasdim. Chunki bu bolani taniyman-da, hozir kassadagi bolani. Zo'r, ta'mi juda ham boshqacha. И hozir ichib ko'rsangiz, boshqa joydagi bilan farqini bitada bila olasiz. Unda и ice kofesini ham iching yozda. Xo'p bo'ladi. Eng zo'r. Katta rahmat. Xolis fikr berdilar bizga. Da, o'zimdan xohlab aytdim, ko'rsatib qo'yinglar. Ha, hech kim majburlamadi. paytimizda kelib men fikr bildiraman dedilar, faqat ko'rsatmanglar dedilar. Shuning uchun ko'rsatmaymiz. Ochig'ini aytaymi? Men syomka qilish uchun, mana shu brendni yoritish uchun kelganman, lekin mijozimiz meni bu yerga mijoz bo'lishga undab ketdilar. Albatta ichindilar, bundan ham, hattoki aysidan ham deb. Degan hurmatim oshib ketdi yana ham. Muhammad aka. Bismillah. В общем, shirin-ku, o'sha sirop ta'sirimi? Ya'ni men o'zi shirinni yaxshi ko'raman-da. Ichdim, maza qildim-da. Bismillah. Operatorlarimizdan uzr so'rayman. Ko'rsatuv tugagandan keyin xudo xolasa Muhammad aka mehmon qiladi. Tugagandan keyin. Siz nomingizni katta gapiraman. Sizlarga yo'q kofeda va. O'zingizga qanaqasidan to'ylayapsiz? Men o'zim har kuni amerikani ichaman. Achchiq. Amerikani ichaman. Tariximni aytib beri, Koreyaga bordik. O'sha mashhur kofe brendiga kirdik. Juda ham qimmat bo'lar ekan endi. Chunki McDonald'sga kirsangiz, burger, cola frisi bilan o'sha narxga bitta kofe beryapti. Nomi chiroyli eshitildi, amerikano. Hali farqiga bormayman. Ikki qo'plam ichdim qoldi-da, icha olmadim. O'ta achchiq-ku. Buni ham tarixi bor. O'zi kofeni fundamenti espresso. Undan ham achchiq, ha? Undan ham achchiq, u kofening fundamenti. Keyin shu urush payti amerikalik soldatlar espressoga suv qo'shib beringlar deb aytishganda. Ya'ni hozir bu espressoga suv qo'shildi, qaynoq suv. Demak, shu amerikano bular. Shundan keyin amerikano kofening nomi chiqqan. Amerikaliklar so'ragan. Da, shular, amerikalik soldatlar. Ko'ryapsiz-a? Nafaqat biz brend bilan tanishamiz, balki kofe tarixini birga o'rganyapmiz. Coffee shopda mana muzlatgichdan boshlab ketaylik. Bu muzlatgichlar zaruriy jihozga kiradimi? Albatta, bu vitrina, bu yerda bizani mana qandolat produksiyalarimiz bor, sendvichlar, kruassanlar, Yes brendi bilan qadoqlangan. Bu yerda hozir bizani Trend Bakery degan qandolat firma bilan hamkorlikda. Siz uchun maxsus ishlab beradi. Siz o'zingizni shunaqa qandolatchilik bir sexingiz yo'q. Bizda qandolat seximiz bor. Hozir biz kattalashayotganimiz uchun boshqa joyga ko'chyapmiz. Ko'chish formatiga ketyapti. Shunga hozir bular bilan foydalanib turibsiz. O'sha siz xohlagan ta'mni masalliqdan chiqarib bera olishyaptimi? Albatta. Keyin Qozog'istonga ketganman. Global Coffee degan brendga chaqirishgan. O'tga upravляющий bo'lib borgandim. Ular bilan kelishuv qanaqa bo'lganda, O'zbekistonga Globalni men olib kirishim kerak edi. 20-yilda 3-choragida borganman. 3 oy davomida ularni foydaga olib chiqqanman, 3 ta filialni. Bizdan taklif qilgan odam Chimkentda pizzaxonamiz bor, pitseriyamiz bor. Pitseriyani ham yurg'izish kerak deganlar. Optimizatsiya qildim. Xodimlar bilan boshqatdan shartnoma qildik. Hamma narsani boshqatdan qildik-da, foydaga olib chiqdik. Keyin aytishdiki, "Давайте Evisga o'xshagan, Fedapga o'xshagan formatda aniq qilamiz, brend qilamiz." Keyin men O'zbekistonga keldim. Bu yerdagi qarzlarni yopdim. Bu yerda shu kichkina 10 mingdan 20 minggacha atrofda qarzlar bor, hammasini yopdim. Fedapdan, Oqtepadan 2-3 ta bolalar chiqishgan, ishlab ketishgan, ular kelishdida ishlaymiz siz bilan deyishdi. 150 minglik shartnoma qildik investorlardan. 8 ta filial bittada ochdik. Ochildi, ishlayapti, keyin sex qurdik. Go'sht ishlab chiqaradigan, non ishlab chiqaradigan sex qurdikda. Hammasi yaxshi ketyapti-da. Qozog'istonda yanvarskiy события bo'lyapti. Переворот. Kichkina xalq bunt ko'targanda ko'ysizda bo'lsa, otishmalar bo'lib, bir oycha hamma uyda o'tirgan, internetlar o'chilgan hamma joyda. Juda katta ishga o'zi har doim shu. Endi ish yaxshi bo'layotganda karantin bo'lib qolgan yoki qanaqadir переворот bo'lgan. Keyin Toshkentga kelyapman, operatsiya ham bor edi. Burnim operatsiya bo'lgan, operatsiya qildirib, suyi qishi o'sgan ekan, to'g'rilatib, operatsiyadan aniq qilsam, Qozog'iston 1 oy, 1,5 oy shunaqa pauza bo'lgan. Butun anaqada. Bu ishchilarning oyligi bor, O'zbekistonda kelgan ishchilar bor, arendalar bor. Ular hech qaysi anaqa to'lamagan, to'lanishi kerak. Borsam sheriklarimiz chiqamiz deyapti o'yinda. Pulimizni ham beringlar deyapti. Brend egasi 3 ta odam edi, ular ham уже ishonishmayapti brendga. Qarzlar ko'p, 150 mingga yaqin qarz bor общий olganda. Bo'ldi, hamma bilan gaplashamiz, bo'ldi. Давайте beramiz pulni deb, u уже sekin tochkalarni tayyor biznes qilib sotishni o'ylayapmiz. Lekin pul yo'q o'zi. Keyin uyda o'tiribman,
ko'chaga chiqsam anaqa haqdorlar piyoda sal boshqacharoqda, hali ham ana ko'charoq format bor Chimkentlarda. Mashinaga priori edi adashmasam, Lada ham qanaqa mashinaga. Yodiga ko'cha bolalar mani mashinaga tiqib, dedi uzoq bitta anaqa olib ketishyapti rayonga. Pul berishimiz kerak, oldi berdi qilishimiz kerak. Bo'ldi, qilib beramiz desam, уже pichoq turib turishibdi, pulni berasan aytdim. Bo'pti, tiqa qol pichog'ingni уже. Men ham charchab ketdim bu hayotda. Faqat problemadan problema bo'lyapti. Ana qilganman. Tiqishmagan, tiqolmagan, keyin bo'ldi, qo'yib beramiz pul deganman deb uyga borganman. Uyga borsam уже mashinaga men ana qilganim, ayolim ham bor edi Qozog'istonda men bilan edi. Ayolim oldida mashinaga tiqib olib ketib qolishganda mana. Uyga kelganman, уже hech narsa yoqmayapti, anaqa уже реально odam charchaganda уже hech narsa anaqa kuniga emotsionalniy anaqa bo'laveradi, davleniya bo'laveradi. Уже ko'chaga chiqmayapman-da, shu payt anaqa kvartirada turardik, oyga $200, $300 berardik. Ikkinchi oy to'lamayapmiz kvartiraga. Kvartirada ham qayerdadir organda ishlaydigan odamda telefon qilib tindirmay eshiklarni taqilib kvartiradan haydab yuborishgan. Ayolim bilan chiqqanmiz уже anaqa nima qilishni bilmaysiz-da, situatsiya kelyapti. Keyin ayolimga aytdim, bo'ldi, sen uyga borib tur, men o'zim bu yerda hal qilib turaman. Toshkentga yubordim. Sen sanga bu tapasni. Lekin men bilan hal qilmasdan bora olmayman. Chunki katta summa. Endi payt qancha? 21-yil bo'lsa, 21-22 bo'lsa, 22 yoshli bolaman-da, 22 yoshli bolaman. Bir tiyin puli yo'q, musofir davlatda 150 mingcha qarz. Jamoliddin aka, darslarda o'tgandingiz, biznes hayotiylik sikli bo'ladi deb. Ha. Bu biznes hozir qaysi davrda? O'zini gaplaridan xulosa qilsak bo'ladi. Toza go payti hozir. Tizimlashishga ehtiyoj sezyapsizmi yo'qmi? Ko'proq bozorga maksimalni kirib olishmi sizda yoki tizimlashishmi hozir? Qaysi biri prioritetda sizda? Tizimlashish. Chunki bozorga kirdik уже. Mana hozir Toshkentdagi eng top lokatsiyalardamiz. Parallelni lokatsiyalar ochilaveradi, lokatsiya ochilmoq emas. Уже tizimlashish. Bizda tizimlar qo'yilgan. Nechtadir CRMlar keldi, u keldi, bu keldi. Baribir ham har yili u narsa yengillanib turishi kerak. Har kuni nimadirlar bo'ladi-da, именно hozirgi zamonda dunyoda bo'lyapti. Aytaylik, kofe yo'q O'zbekistonda. Bo'ldi shunaqa situatsiya. Real kofe bozorda qolmadi. Bizda kofe Braziliyadan keladi. Braziliyadan primoy olib kelasizlar. Yo'q, bu yerda поставщикlar bor. Поставщикlar Ularda ham kofe qolmadi. Tushunarli. O'sha Hormuz streytidan o'tish kerak, to'g'ri? Da. Mana savol. Siyosiy faktor rol o'ynaganda bu yerda hozir. Aytmoqman-ku, har kun nimadir biznesmenning hayoti anaqada nestabilностьda. Yo'da kapinglar qilib, kofening ta'mini tanladingiz, u qildingiz, zo'r kofeni qo'ydingiz, производствоni qo'ydingiz, World Bankdan grant oldingiz, 100 ming apparat olib keldingiz, hamma narsani cho'tki qildingiz. Oyiga 1 tonnadan oshiq kofe ishlab chiqaryapsiz. Kofe yo'q, boryapsizda korzinkadan boshqa kofeni sotib olasiz. Lavazdanmi yoki boshqa nima. Klientlar kelyapti, siz kачествоni to'g'irlagansiz уже. Klient kelyapti-da. Kofelar o'zgaribdi, deyapti. Ularga tushuntira olmaysiz-da u narsani. Ayni pisilarni deydi. Tipa shunaqa formatda. Boyaga savolingizni oxirini tugatib qo'yay. Qaysi bosqichdaligini Go bosqichidan o'tib, mana nima muhim deganda hozir tizimlashish muhim. Shunga ehtiyoj tuyulyapti. Ya'ni bu yerda tizimlashib, ikkinchi tug'ilish. Ya'ni tizimlashib oladi bitta, keyin yana qaytadan masshtabga chiqish bosqichiga kelib qolgan. Endi bu yerda muhim hamma protsesslarni ipidan ignasigacha yozib, keyin уже keyingi bosqichga chiqadi. Chunki siz masshtab bo'ldingiz, endi tizimlashga vaqt kelgan. Bu endi yoshlik bosqichiga o'tish. Ya'ni kompaniyani mana переходной возрастdan endi siz bundoq olib qarasa, o'rinbosar ham sekin tayyorlash boshlashingiz kerak bo'ladi bu yoqqa. Xulosa qiladigan bo'lsa, O'zbekiston bozorida 3 yilda 30 ta filial ochdi degani bu rivojlanib ketdi bu brend degani emas, to'g'rimi? Bu joy bilan kelishib o'qiganingizda ikkinchi qavati bor bo'lgan, to'g'rimi? Yo o'zingizlar qurdirdinglarmi joyni? Ikkinchi qavat bor bo'lgan. Buni biz chiroyliroq formatda yana to'g'rilab qo'yganmiz. Mana asosiy qadriyatim third location. Ya'ni shu uydan, ishdan tashqari 3-joy bo'lishi kerak. Bu yerda o'tirib, bu o'zi chet elda ham bor bo'lgan uslubmi, qadriyatmi? Starbucks ham shunaqa qadriyat. Kichkina qadriyatlardan. Uyga borish aniq, ishga o'qishga borish aniq, uchun sizniki bo'lsa. Bu qanaqa, bu kroassanlar shirinlik bo'lardi, uni ichida to'la go'shtku. Bu kroassan, go'shtli, kopchonniy kolbasa, sousi bilan zapravka qilingan. Mana shu filialga o'rtacha bir kunda necha kishi kiradi? Qatnov qanday? Minimum 100 tadan maksimum 500 tagacha odam kiradi. O'rtacha chek qancha? Faqat kofe olishadimi yo hamda taomlanib ham ketyaptimi? Taomlarni ham biz predlagach qilamiz. O'rtacha chek 45 mingmi shunaqa. Kafeni bo'lganligi uchun.
Ha, hozir bu yerda faqatgina chashkaga emas, mana bunday stakanlarga berilyapti. Qog'oz stakanlar adashmasam. Bitta dizayn ishlangan va hammasiga shu bosilyapti, to'g'rimi? Shunaqa. Kim bilan ishlashyapti? Qanaqa soniga qanaqa tushyapti? Ko'rgan bo'lsangiz, stakanda BI Group'ni reklamasi Endi shuni so'ramoqchi edim. Tashqarida ham ko'rdim, bu yoqda ham ko'rdim, BI Group. Ular homiylardan bittasimi? Ularni sotish bo'limida bizning filiallar bor va ular bilan biz birga kollaboratsiya qilganmiz. Stakanlarda ularni biz reklama qilamiz. Sizga nima naf? Ularniki reklama ketyapti. Siz nima foyda olasiz? Bular bizga qisman stakanlarni, xom ashyoni, rasxodlarni qoplab berishadi. Win-win ketyapti ekan. Sandan gina, mandan bugina. Agar o'rtacha mana coffee shop ochaman deganlarga stakan chiqaraman desa, qanchaga tushishi mumkin? Xabaringiz bormi? Bu tirajda olinadi. Minimal tiraj 5000 tadan 10 mingtagacha. 10 mingtagacha. Oyiga 30 mingtadan 50 mingtagacha stakan ketadi menda. Donasi adashmasam 600 so'mdan boshlanadi. Hali O'zbekiston tayyor emas-ku. O'sha biz ham Koreyada ko'ryapmiz, hamma kofega o'tirib qolgan. Bizda ko'ryapmiz, hali ham issiq choy. Mana o'zim ham hali choy ichaman, Bugun o'rgatdik sizni. Dara kofe ichib yuradigan odam emasman. Hali bu madaniyat shakllanmagan joyiga mana shu g'oya bilan kirib kelish, ya'ni eng birinchi qurbonlaridan bu samoubistvo это. Olib kelib qolmaydimi? To'g'ri, yutsangiz eng zo'ri bo'lasiz. Lekin yutqizsangiz ham mana balo sizga urgan bo'ladi-da. Biz hozir mana Xivaga ham beryapmiz. Bu ishlab turgan brendni restoranni oldiga qo'yilayotgan brend, ya'ni уже klientskiy bazasi bor, yaxshi lokatsiya joylashgan joyga qo'yyapmiz. Etik va shunaqa tayyor bo'lmagan joyga brend qurish va kechasi chiroyli qizga ko'zni qisganda edi. Juda anaqasi noo'rin. Bizda hozir shuning uchun nima qilyapmiz? Pokistondan, Hindistondan, Saudiyadan franshiza so'rashyapti. Dubaydan ham franshiza so'rashgan. Dubayni o'ziga men 6-7 marta safar qildim. Lokatsiyalarni ko'rdim. Mani maqsadim sumashedshiyroq gap. Bu brendni men dunyoviy brend qilmoqchiman. Region o'zi samo собой ketaveradi. Mikroproyekt regionlar. Yes kompaniyasining asoschisi bilan suhbatlashdik. Keling endi bu yerda ishlaydigan xodim, ya'ni baristani fikrlariga quloq tutamiz. Ismim Abdulaziz. Abdulaziz deb chaqirishadi. Yoshingiz nechida? 19 da. Bu yerda kim bo'lib ishlaysiz? Yaqindan boshlab Muhammadaga aytganlardan boshlab bar menejerman. Jeskof filialida. Undan oldin qayerda ishlagansiz? Sotuv menejeri bo'lganman. Kurs sotardik, angliskiy yo'zik. Juda to'sadan ishga kirib qolganman. Ingliz tili kursini sotadigan insondan baristalikka umuman nima 190 gradus o'zgarish u. Yo'q, shunaqa bo'lgan. Qiyin bo'lmaganmi? Qiyin bo'lgan, qiziqish, komandная работа, ko'rsiz, окружение, direktor hammasi отношениясiga yoqadi masalan. Ishlagingiz keladi. Xuddi shunaqa situatsiya bo'lgan bu yerda. Birinchi kelganingiz o'rgatishga. O'rgatishgan. Qancha muddat o'rganganingizdan keyin ishga chiqqansiz jangga? Bu yerda 3 kun stajirovka bo'lgan. Shu salkam 1 yil qolib ishlayotganim. Mana shu pozitsiyada. Yes kofeda ishlayotganim. Qaysi pozitsiyada ishlash eng og'ir deb o'ylaysiz? Rahbar. Birinchi rahbarimiz yoshlar hali. Filial ko'p, ishchilar juda ham ko'p. Yondan qaraysiz tushunasiz, to что это men bu yerda masalan 10-15 ta baristaga nima qilish o'rgatguncha boshim og'rib ketadi, choni. A bu yerda 40 ta, 50 ta, 60 ta inson уже tushunsa ham bo'ladi. Тем более финансовое дело. Mana shu filialda oladigan bo'lsa, bir kunda nechta stakan kofe tayyorlashadi? Yoki siz nechta tayyorlaysiz? Tak, o'rtacha hisoblaganda 250-300 ta yaqin bo'lib qolishi mumkin. Ba'zi 400 ta, 500 ta qiladi. Stabil 300 ta hisoblaylik kuniga. Lazaga oylik qancha? 5600 so'm aytishganda deputatlarimiz. To'g'risi. KPI mi yoki fiksami? KPI ham bor, Fiksa qancha? Fiks 6 million. Fiks 6 million. Yog'i kofe tayyorlashingizga qarab, soniga qarab ko'payib ketaveradi. O'ziga bor hamma narsa. Hamma narsa ko'p chiqqan, oy qancha chiqqan? 15-20 bor? Yo'q. 10. Ha, shunga balki shunaqadir. Bitta fishka bor. Klientga o'tib menyuga qarayapti-yu. 5-6 sekund qaradi, u bilmaydi nima tanlash. Ichkisiga yotdi. Nega o'zi bilmaydi nimaligini. O'shani mimikadan o'zingiz eng yoqtirgan napitkazni tiqishingiz kerak. Barista любовь hamma napitkani ta'min bilish kerak. Ko'p narsa borligidan bilmaysiz nima tanlashni. O'shani sekin manyera qilib tiqishingiz kerak. Tiqishingiz kerakni chiroyliroq aytganda, uni xohishini, ehtiyojini aniqlab, o'shanga mosini taklif qilish, to'g'rimi? Shunaqa. Men o'zbekcha lazmiy xato qilib turaman, nega bo'lsa. Zo'r, Lazaga katta rahmat. Kelajakda qaysi pozitsiyada ko'ryapsiz? Misol, 5 yildan keyin Partnyor. Muhammad aka, sizga hamkor tayyor? Mani strategiyamda aeroport bozoriga kirishim, o'z imini shu nuqtalarda ochishim, Hype brendni brendni uznavayimizni chunki o'stirish. 15 mingtadan 20 mingtagacha odam kuniga o'tadi. Men bu narsaga tayyor bo'lib kirganman. Arenda qimmatligiga ham tayyor bo'lib kirganman. $12,000 bir oyiga to'laydigan ijara haqqingiz. Bir oyiga, ha.
Qancha kvadrat edi u yoqda? 14 kvadrat. Oyiga 12 ming. 14 kvadratga 12 ming dollar. Да. Ko'pchilik aytadi, "Ты сумасшедший" deydi. Olganimda o'zi Alisher Isayev birinchi investor sherigimiz bo'lganlar, yesda 20 minutda 200 ming investitsiya olganman Alisher akadan. Alisher akadan pul olish u Qoyil. Demak, qiyin narsa. o'shunga yarasha nimadir proposition bergansiz. balkim. И 50% yes ulushlar ularda bo'lgan. Keyin 3-filial shu Kuchzaldagi aeroportni ochayotganimizda Alisher aka aytganlar, точка nolga qancha aytganman. Menimcha oyiga shu 70 milliongacha bo'lsa kerak. Borib o'tirganman, analiz qilganman. Polностью kechalari bilan o'tirib odamdan sonini o'rganganmizda. Bo'ldi 70 milliongacha o'ynaydiganlar. Pul beryaptilar auksionga, keyin gaplashyapmizda. Bo'ldi bosyapmiz. Men 10 ming dollarga endi anaqa naloglari bilan 12, atak shu 10 ming dollarga yutyapman. Alisher aka, bo'ldi, joy bizga o'tdi. Nech pulga o'tdi? Qo'yavering deyapman. Nech pulga o'tdi? Shunaqa qarsam, "Sen liba psixbольнойsan" deyaptilar, liba сумасшедшийsan. Qanaqa qilib unaqa katta pulga olding aytaman. Yo'q. Men sezyapman, chuykam bor, shu joy zo'r bo'ladi. Bo'ldi deyaptilar-da, Muhammad, sen bilan menimcha men anaqa qila olmasam kerak. Sen juda ekstremalniy bola ekansan deyaptilar-da, anaqada ulushimni sotib ola qolib, ulishlarni sotib olman. Yaqinda kitob yozganlar .ru deb yes haqida aytib ketganlar. Ko'p joyda yesni aytib ketadilar anaqalar. Kitoblarni yozib ketganlar. Mana kutish zalida 1 yil davomida aeroport qurildi. Yonlari yopildi. 12 ming dollardan oyiga arenda ketyapti. При всем уважении. Men shu paytgacha to'ladim pul, to'g'rimi? Hammasi cho'tki bo'lgan. Predoplatada yurganman. Hozir men ish faoliyat olib borishim uchun bu ochiq bo'lishi kerak. Tashqi force major, shu to'ristoveli yo'l yopib, bu yo'l yopib. Men qayerdan savdo qilaman deyapman. Aeroportga kiryapman-da, mana. Siz kompyuterda ishlaysiz, to'g'rimi deyapman? Buxgalteriyalar, ha? Hozir men siz simingizni o'chirib qo'yaman. Menga nimadir отчет yuboring deyapman-da. Tushunishyapti shu. Qanaqa qilib men tadbirkor bo'lib turib, bu yerdan shuncha yashil flag bilan hamma tadbirkorlarga yordam berishimiz kerak deyilyapti. Bu yerda esa sizlar menga shu tablatni qo'yib beryapsizlar, ishlamagan joyimga. Судебный разбирательство ketyapti u joylar bo'yicha. Chunki yemagan somsaga hech kim pul to'lagiz kelmaydi. Bizning yuristlarimiz ishlayapti bu masala bo'yicha. Bu yerdagi tashqi qiyinchilik bo'lganiga aytaylik, yo'l yopildi, aeroportda 4 ta filial ham shu yo'lga yopiq. To'lov bajarmasangiz, siz haqingizda o'zi yomon fikr ketishi mumkin. Hech kim bu yerdagi formatni ko'rgisi kelmaydi, bu yerdagi tanganing ikkinchi tarafini. Qayerga ketyapti bular, ko'chaga chiqib olib degan xayol kelishi mumkin. Bu kafeda o'rnida joylashgan Yes Coffeedan keyingi filialga piyoda ketyapmiz. Bilishimcha, radius juda ham yaqin. Albatta, hozir bu yerdan yo'ldan o'tamiz. Buni nima o'ziga xosli tomoni bor hozir biz borayotgan joyda? Hozirgi joyimiz tayyor biznes edi. Men uni sotib olganman. Tayyor biznes kafenya edi. 20 ming dollarga sotib olganman. Uni yutug'i nima? U 9-etajda joylashganligi va butun Toshkent ko'rinishligi. Atmosferasi. Hozir sizlarga Toshkentni eng yuqorisidan ko'rsatamiz. Wow! Mashalloh. Moderna Tower, Piramid, Neston. Ular rostdan ham Toshkent kaftagidek ko'rinar ekan. Katta biznes mas'ul, lekin 30 ta nuqtada filiali bor bo'lish bu o'rtadan katta. Son jihatidan. Mayli, uni ishchilari, xodimlarining soni kam bo'lishi mumkin, lekin 30 ta nuqtani bitta markaziy joydan boshqarish bu oson emas. Uning uchun orkestrura kerak va xodimlar kerak. Xodimlarni qanaqa qilib ishga olyapsiz? O'zi nechta lavozim bor va ular qanday saralanib olinyapti? Internetdan olyapsizmi? Headhunterdan olyapsizmi? Kimdir tavsiya qilyaptimi? Xo'p, bizda shu xodim oladigan HR formatida ishlaydigan outsource kompaniyalar bor va rekomendatsiya orqali keladi ko'p xodimlar. Bizda roadmap bor. Ya'ni kelgan xodim yaxshi ishlasa, ish vaqtiga xiyonat qilmasdan, o'g'irlik qilmasdan, yolg'on gapirmasdan, ishni to'g'ri bajarib, har bitta o'zini обязательствolarini to'g'ri bajarsa, u xodim bizni yaxshi lavozimga tayinlaymiz. Bizda 1 yildan 7 yilgacha roadmap chizilgan. Kelgan xodim biladi. Hali kompaniyaga 7 yil bo'lmagan bo'lsa ham, u narsa qog'ozga tushgandan, niyat shunaqa bo'lgandan keyin u narsaga
biz harakat qilsak, u narsa har doim bo'ladi. Biz xodimlarni nimaga o'rgatyapmiz? Shu 7 yil ichida u nafaqat xodim bo'lib qolsin, balkim u yaxshi mutaxassis bo'lsin avvalambor. Mutaxassis bo'lgandan keyin u lavozimi oshiriladi, управляющий menejer bo'ladi. Keyin menga franshiza partnyor sherik bo'ladi va shu sherikchilik orqali o'z filiallarni ochib va yana masshtab qilib o'ziga mashina olsin, uy olsin. Ha, bu Laziz aka bekorga hamkor bo'laman demabdilar-da. Bu o'zi xaritada chizib bo'lingan. Albatta, albatta. Men har bitta xodimga aytaman, menga menejer kerak emas. Menga hamkor kerak. Menga sherik kerak. Chunki u qachonki oylikda o'tirsa, u 12 soatini ishlab ketadi xolos. Qachonki unda shu kompaniyada o'zini o'rni bo'lsa, masalan, hozir siz aytaylik, любой bitta ishlab turgan biznesga kirsangizda, aytaylik, Papa John'sgami, KFC'gami yoki Pizza Hut'gami katta korporatsiyalarga kirdingizda, siz u yerda kichkinagina bitta mexanizmni boltigisizda. Proyekt qurilib bo'lingan, proyekt istoriyasi yozilib bo'lingan. Ular kunli belka в колеседagi ishlab berishsa bo'ldi. Ammo xodimlarga nima aytaman? 10 yildan keyin, 15 yildan keyin farzanding keladi, ada, nech pul topdingiz deb savol bermaydi. Nima ish qildingiz deb ham savol bermaydi. Odamlarga nima foydasi tegdi deb savol beradi. Shunda men shu kompaniyani qurdim deyish, qiyinchiliklarida, yaxshi kunlarda, yomon kunlarda shu kompaniya bilan birga bo'ldim. Shu kompaniyada men qaysidir foizli aksionerman, qaysidir filial menga tegishli. Shu bolam shu biznesni senga tashlab ketaman men deyish yoki qaysidir kompaniyada 15 yil ishladim deyish. Prosta xodim bo'lib. Bu ikki xil narsa-da. Ya'ni jarayonda qatnashyapti-da bu. protsessda, o'sha bino deb oladigan bo'lsa, o'shani qurishda shaxsan qatnashyapti. Ko'p restoranlarda endi tizimlashmagan restoranlarda xodimlar tomonidan yoki ofitsiantlar tomonidan bo'ladigan shu kichkinami, kattami o'g'riliklar haqida shikoyatlar bo'lardi. Sekin-sekin u bartaraf bo'lyapti. Sizni qurgan tizimingizda bu narsa bormi yoki umuman kuzatilmaganmi? Bor, o'g'riliklar juda ko'p. Biz u narsani hozir yechimini qilyapmiz. IT kompaniyalar bilan o'zim ham mana bu narsaga juda qiziqdim. AI orqali kamera, post sistema va AI uchalasi bir-biriga ulanadi va bu yerda urilgan qanaqa sistema ishlatasizlar? Hozir ICO ishlatamiz. Bu yerda urilgan produksiya bu yerda kameraga tushadi va xodimni sotayotgan sotuv darajasi, naqdni bu yerga solishmi yoki uni cho'nchakka solishmi yoki QR kodni, bizning QR kod yoki o'zini QR kodini ishlatishmi, har xil anaqalar bor. Biz yaqinda 20 tadan ortiq xodim ishdan olib tashladik. Juda ko'p o'g'irlik bo'lganligi uchun. Mana shu tizim bo'lsa ham o'g'irlik bo'ladimi? Albatta. Ro'za oyida o'g'irliklar qilishdi. Mana shunda hozir kassaviy razref bo'lgan. Qanaqa shaklda bo'ladi u? Kuzatilingandir. Ya'ni o'shanga qaysidir ma'noda sharoit hozir bo'lganda. Sharoiti nima? Shu biz kontrol qilmaganligimizda barcha u narsa chiqib keladi, xomashyodan chiqib keladi. Ya'ni siz 1 kilo kofe bergansiz, bilasiz qancha kofe chiqish kerakligini. Chiqmasa biz shuni ularni oyligidan shtraf qo'yib, shtrafni sanksiyadan olib qolamiz. Mas'ullikni his qilib turish uchun ular. Albatta, chunki biz себестоимость narxida emas, foyda narxida hisoblaymiz. Aytaylik, 1 kilo kofedan nechta kofe chiqadi? 100 ta kofe masalan, 80 ta kofe. 80 ta kofening pulini qo'yish kerak bizga, komanda. O'tgan menejerlar ham hisoblanadi, barista hamma hisoblanadi. Hozir uni mabododa shunaqa holat bo'ldi. Uni oyligidan olib qo'ysangiz, uni motivatsiyasiga ta'sir qilib tushib ketib qolmaydimi? Baribir haqqi bor, nohaqi bor yo aniqlash mumkin. Yo'q, har bitta filialning o'zini formatiga yarasha olinadi. Chiqib ketgani menga yaxshi. Chunki o'g'irlik qilgan odam bittada tushib qolmaydi, ya'ni oldindan qilib yurgan odam tushib qoladi. Va endi mana oshxona bor ekan, demak, ses tashkilotlari ishlaydi. Tozalikka urg'u berish kerak. Ular bilan aloqa qanday ketyapti? Ularning talabiga qay darajada javob bera olyapsiz? Har qanchada ses tekshiruvga kelib turadi? Tekshiruvlar o'zi har kvartalda keladi. Ses tegilar bilan yaxshi bizda ular bizga maslahatlar beradi. Har doim men xatoni aytinglar deyman. Mana hozir ishlayotgan har bitta поставщикларimizni ham hammasini sertifikatsiyalari joyida. Va bizda отдел texnического контроля bor. Har 3 soatda bolalar fotootчет tashlashadi.
Har 3 soatda qayerga tashlaydi ular? O'zimizni Yes Family degan gruppamiz bor. Telegramda. Telegramda shu yerda OTK, grafik, har bitta temalar unda podrazdelение ochilgan. Tashlamasachi? Shtraf. Mana o'zligingiz bilishadi. Ishlaydi. Ha? Shtraf olganmiz, olmaganmiz? Vaqtida tashlab turasiz. Yaxshi punktualniy xodim ekanlar-da. Zo'r, ajoyib. Siz qanaqa brend qurasiz yoki kim bo'lasiz, qanaqa komanda ishlaydi, ular 3-darajali savollar. Birinchi siz kimsiz? Qanaqa odamsiz? Shu. Ko'zingiz yonib turgan bo'lsa, mutaxassis bo'lsangiz bu sohada, любой odam pul tikadi. Shu Alisher aka 200 minglik shartnoma bo'ldi. Birinchi raundda 15% ni berdilar, 32 ming berdilar. Endi u payt bizda unaqa ilm darajasi yuqori bo'lmagan, qanaqa investitsiyani olish, uni qanaqa to'ldirish, nima qilish. Biz shu jaydarchasiga naqd pulni ko'rinishda olib 32 mingni shu ikkita filialga mo'ljallab tikkanmiz. Bir raund, ikkinchi raund, uchinchi raundlarda уже Alisher aka, "Yo'q, men borish kira olmayman bu proyektga" deb aytdilar. Menimcha, meni fikrim, bular o'yladilarki, birinchi oydan daromad keladi deb. Bu biznes daromad emas, balkim meni ko'rinishim shu kapitalizatsiya, ya'ni kompaniyani o'sish. Dividend hammaga qiziq. Dividendni har oy mayda-mayda olgandan ko'ra, uni reinvestitsiya qilib, bittada katta pul olgan, menimcha hammaga qiziqroq bo'lsa kerak. Filial ochish qiyinmi? Yo'q, oson. Yurg'izish qiyinmi? Ha, qiyin. Ya'ni operatsionni деятельностьni olib borish ozgina anaqa rutina. Odamning kuchini, energiyasini olib qo'yadi. Shuni hozir maksimal sistemaga olib kelyapmiz yana. Har safar mukammallashtiryapmiz. AI orqali, programmalar orqali, har xil bonuslar orqali odamlarning anaqasini to'g'rilayapmiz. Uyda o'tirib hech narsa qilmaydigan odamlar bor. Vaqti kelsa, bir oycha hech narsa qilish kerak emas. Nimadir borib qilmaysanmi degandan ko'ra-da, nimaga hozir aytib ketaman. Har kuni adashib xohlamagan hayotda yashagandan ko'ra, birovni vыборi bilan "Sen doktor bo'lishing kerak" degan masalan unga, u doktor bo'lgisi kelmayapti, muzikant bo'lgisi kelyapti yoki qanaqadir boshqa kasb egasi bo'lmoqchi. Uydagilarida bosimi, tog'asini, ammasini kimdir eshitganda, uni hayoti bilan yashayapti-da. Ko'p shunaqa, ko'pini ko'raman, ko'pi baxtli emas bu anaqa. Birovni aytgani bilan yashaydi. Bir haftami, bir kunmi hammadan chetlanib, tafakkur qilib, prirodalarga chiqib, toqlarga chiqib, bitta o'zi hech kimsiz, telefonsiz, gadjetsiz, hech narsasiz turam. Mana bir hafta men bo'lmayman svязda. Masalan, shu bloknot bilan ruchka olib, prosta o'zi sayr qilish kerak, o'zi bilan o'zi gaplashish kerak. Men kimman? Qadriyatim nima? Missiyam nima qilmoqchiman? Nimani yaxshi ko'raman? Odam o'zi bilan o'zi gaplashgandan keyin tushunadi nima qilayotganligini, nima qilayotganligini. Yo'lni topdimi, masalan, aytaylik, zo'r marketolog bo'lmoqchi. Kim zo'r marketolog masalan? Aytaylik, Toshkentda mash kompaniya. Boraman-da, bo'ldi. Основательning oldiga. Men senda 1 yil tekinga ishlayman. Nima desang qilaman, kiyimingni yuvaman, oyoq kiyimingni tozalayman. Qul bo'laman xullas. Shogird bo'laman. Nima desang qilaman. Mana men globalda shunaqa ayat aka bo'lardi. Shular uyda yashab, oyoq kiyimlarini tozalab, kiyimlarini dazmollab, shularni polni aytgan, o'rganganman shulardan. Ko'p narsani. Keyin ularning duosini olib ketganman. 1000 franchiza bermasa ham, duolarni olib chiqib ketgan ustoz. Ustoz shogird juda qattiq narsa. Shunga natijasi bor odamni ustoz qilib olish kerak. Yolg'onchi yoki lottovoz yoki qanaqadir hech qanaqa rezultati yo'q odam emas, imенно natijasi bor odamni ustoz qilib olish kerak. Shu ustoz o'zi keyin boshqa odamlarga ham sizni rekomendatsiya bera oladi. O'zingiz yo'lingizni topdingiz, shogird bo'lib chiqdingizda, keyin уже u odam bargamsiz, u odam uchun boshqacharoq bo'lasiz-da. Oylik olayotgan odam bor, oylik olmayotgan, ko'zi yonib turgan odam bor-da. Голодныйroq. Bir xilla bor, prosta nechidir soatim ishlab ketaman dedi-da, bo'ldi, shu bilan qol. Bir xilla bor, siz bilan o'sgisi keladi. Shu tanlab olishingiz kerak-da. Uydagilarning qornini to'ydirish kerak. O'zingizni qorningizni to'q bo'lish kerak. Уже pul topish yaxshi boshlaganingizdan keyin уже yana endi hobbilarga vaqt ajratishni boshlaysiz. Hobbilar ham bitgandan keyin уже boshqa narsalar, mana shunaqa qanaqadir etapi bor o'zi. Lekin pul topmasdan turib hobbi qilish yoki boshqa narsalar ham qilish qanaqadir anaqa. Da, energiyasi to'g'ri распределяция qilinadi, no bargam erkak kishi tezroq успешный bo'lishga harakat qilish kerak-da. Ota-onani umriga olib borish kerak, hajga olib borish kerak, uylanish kerak, odamlarga foydasi tegishi kerak. O'shanga posilim shu, o'zingiz tanlagan kasbda zo'r bo'lishingiz kerak. Sizdan zo'r bo'lish
bor, no biz ham o'zingizdan har kuni kechagi versiyangizdan zo'r bo'lishingiz kerak. Masalan, men ham mana shunaqa katta tez masshtab qilaman deganda jinnimsan deyishganda, bo'lmaydi bu narsa. Hozir ham men aytaman, butun dunyo bo'yicha ochamiz, Saudiyada ochamiz, bu yoqda ochamiz, bu yoqda ochamiz desam, ko'pchilik ishonmaydi bu narsaga. Komanda ishonmagandan keyin, uydagilar ishonmagandan keyin qanaqadir aniq qilib qolasiz. No, odam qilgan ish odam qiladi-da, u bor narsa, qilsa bo'ladi. Mana shu brendni boyagi shu qadriyatlar bilan men butun dunyoda ochish anaqam bor. O'zingizning missiyangizga, o'zingizning qadriyatingizga sodiq bo'lsangiz, joylarda kech qolsangiz, to'lov masalasida gaplashib, hamma любой odam tushunadi, любой odam bilan gaplashib, tadbirkorlar imенно. Ko'pchilik qochadi-da muammodan qochib bekina olmaysiz. Любой muammo решенияsi bor. Shu muammoni yaxshi ko'rishingiz kerak. Oldingizda shu qiyinchilik payti kelib kimdir so'kadi, uradi, tepadi, endi masalan bo'ladi. Yoki qanaqadir sizdan kuladi yoki nimadir bo'ladi. Shunda shu payt siz anaqa stress ustойчивый bo'lib turib bersangiz, shu именно shu qiyinchilik sizni yanada yangi bosqichga olib chiqadi-da. Hozir bizda bir 3 tacha, 4 ta filial qoldi. Arendalik qolgan hammasi sherikchilik formatida ketyapti. Men o'zi oldingi yilda hisobotdan qaraganimda, oyiga 1,5 milliardga yaqin pul arendaga to'lagan ekanmiz har oyi. Hamma filialni hisoblaganda. Hozir bu summani biz bir 200 millionga tushirdik. Menda shunaqangi halovatim borki, mana aytayapman-ku, mana shu oxirgi ochilgan Ekoparkdagi Chexovdagi filialga o'zimni yashab turgan uyimni sotdim-da. Yangi joy ochmoqchisi bir, u Ekoparkdagi kecha olgan joyimizni Costa Cofe'ning oldida joylashgan tochkamiz. Men bordim, qarasam, u yerda Amirsoy o'tirardi. Mani adam o'zi quruvchi, Amirsoyda 2-3 ta proyektni qurganlar. Boryapman-da. Kakar shu yerdan pul olib ketishim kerak. Pul olib ketyapman, adamga berib qo'yishim kerak. Amirsoy ofisda o'tiradi. Ha, Amirsoy resort bo'lardi. Bu joy arenda beradimi davomman? Yo'q, lekin chiqib ketishimiz mumkin. 1-2 haftadan keyin boryapman, arenda deb yozib qo'ygan. Necha pul desam 80 millionmi shunaqa. Bo'ldi, menga o'tdi joy davomman. Hali pul yo'q. Joyni devor boshlashga ham pul yo'q. Lekin joy zo'r. Joy zo'r. Mani qadriyatim bor, aytgandek shu Costa Coffee, Starbucks Coffee katta brendlar yiliga 3% genotsidga finansirovать qiladi ular. И LGBTni поддержка qiladi ular. Hozir mana Starbucksni bir 1000 tadan ziyod filiali yopildi. Odamlar kirmayapti, boykot qilyapti. Yo'dagi New Yorkda, ya'ni shu LGBTni support LGBT qilgan, и также anaqa genotsid finansirovать qilayotganligi uchun. Ha, tushunarli. Aslida anaqa boykot bo'lyapti. Malayziyada yopildi, Indoneziyada yopilyapti, keyin Turkiyada yopildi, hozir New Yorklarda anaqalarda yopilyapti. Bankrotство e'lon qilyapti shu filiallarni, уже точка nullasi ham yo'q. Menda esa shu Starbucksga, Costaga hali bu sumashedший звучит qilyapti bu narsa. Nima bozorga kontra brend bu. Shu missiya bilan odamlarga biz aytaylik, mana 2 yil davomida 20 ga yaqin kichkina operatsiyalarni finansirovать qildi Yes Coffee. Daraxtlar ekamiz, Energy BI bilan mushukchalarga uylar qilamiz, keyin Dom Mami degan proyekt bor. Demak, topilayotgan foydani, qanchadir foizini mana shunaqa Yaxshi ishlarga, saxovatga. Kichkina futbolchilarga anaqa inventarlar olib beramiz. И Yes Coffee shu voyaga Sibirdagi joy, Kostdan ko'ryapman-da. Nega Kosta deyapman? Nega bizni masimiz oldida deyapman-da? Shu joyni Yesni ochyapman. Burger King kirganda ko'pchilik fast fooddagi formatdagilar masalan nima qilar ekanmiz degan savollar ham bo'lib ketdi. Panikaga tushib qoldi. Panika bo'ldi. Mana nima sumashedший deyishadi, Kosta turibdi. Bo'ldi, men bitta Yes bo'lish kerak deyapman-da. Men o'zim aytayapman. Biz nima qildik? Yesni hali 2 yil bo'lgan brendga. 2 yil chaqaloqda hozir. Costa esa 30 mingga yaqin lokatsiyasi bor. 150 ta tochka anaqasi. Komandan yig'yapman-da. Sizlarning farzandlaringlar bormi deyapman. Meni 2 ta farzandim bor, bitta qizim, bitta bolam bor. Mana shu finansirovание bo'layotganligi uchun Anariyoda kimdir farzandi o'lyapti. Urushdan deyapman. Ya'ni o'sha Gaza sektorida genotsid bo'layotganligi uchun. Odamlar cho'kayotganda siz cho'kayotgan odamni qutqarasiz-da. No odam 10 tasini qutqarasiz, siz 5 tasini qutqarasiz. No odam cho'kayapti-da. Tepaga chiqib toqqa qarasangiz, kimdir shu odamdan suvga itarayotgan bo'ladi-da. Siz o'shani support qilasiz. Anaqa tepadagi muammoni hal qilish kerak. Источникni, qayerdan shu muammo bo'lyapti? Boykot qilgandan keyin bu problema решение emas. Unga alternativniy muqobil variant berish kerak. Variant berish kerak. Bolalar ko'zi yondi. Energiya berdi. Ertasi kuni marketologim oldi.
stakanlarni tarqatyapti. Promotorlar olib kelgan, bizning kofeni tekinga tarqatyapmiz. O'sha joyda savdomiz kuniga 300 ming so'm bo'lardi. 1 million olaversiz kerak kunlik. 2-3 ta barista ishlaydi. Upravляющий kompaniyani oyligi bor. 80 million arenda NDS bilan hech qanaqasi to'g'ri kelmaydi. 6 oy davomida shu joyimizni savdosi 20 karraga oshdi. 300 mingda. Yana sekin-sekin paytapni oshyapti bu joyning savdosi. Sizning atrofingizda shu boyagi missiyani, qadriyatni biluvchan, sezuvchan odamlar bo'lsa, siz ular uchun uyg'ongingiz keladi, ular uchun ishga borgingiz keladi. Shuning uchun u kecha qilgani emas, har kun shunaqa bo'lishi kerak-da. Ham anaqasi, ko'z yonib ishlash anaqasi bo'lishi kerak. Oldingi hafta anaqa bo'ldi. Uzbek Foods degan brend bor. Makkada, Madinada ochishgan. Natsionalniy anaqa. Ular kelishdi. Уже 4-chi переговорimiz shu yerda bo'ldi. Biz kelishdik, xudo xolasa oktyabrda Madinada, Makkada, u yoqda ham Starbucks yopilyapti-da. Yes Coffee'ni ochishga. Ya'ni shu kichkina filial, kichkina pulsiz men borib, bo'ldi, men shu joy menga o'tdi deganim Barakali chiqdi. Barakali chiqdi-da. Shu yerga уже boshqa investorlar kelib ko'rib, boshqa davlatlarning investorlari kelib ko'rib, bo'ldi, bu brendni bu yerda ochamiz deb aniq qildik. Kelishuv bo'ldi. Umuman buyurtmalarni kiritish, kassani nazorat qilishda ICO tizimi bilan ishlaymiz deyapsiz. Hozir 30 ta filial bo'lsa, hammasiga shu tizim o'rnatilgan. Va hammada ko'rinib turadi bir-biriga. Savolim, bu oylik to'lov asosidami yo bir marta sotib olsangiz, butun umr ishlatsangiz bo'ladimi bu sistemani? Anaqa boshda anaqasini kabinetini ochib berishadi. Har oy podpiska, har oy filiallar soni ortgan sari oylik to'lov kamayadi. Ya'ni aytaylik 10 ta filial bo'lsa mashinacha pul, 30 ta bo'lsa mashinacha pul kamayaveradi. Demak, bitta ICO sistemasini sotib olib, istalgancha coffee shopga o'rnatib qo'yish mumkin emas. Hammasi alohida sotib olinadi. Hozir qanchaga tushgan sizga? Boshida qancha edi? Hozir arzonlashgani qancha bo'ldi? Buxgalteriyadan ko'tarish kerak. Boshida adashmasam oyiga $40 mi, $50 bo'lsa kerak. Hozir kamaygan anaqasi. Biz hozir filial soniga qarab. Da. Biz hozir ICO dan boshqa joyga, boshqasiga o'tyapmiz. Poster degani bor. ICOda ozgina kelisha olmadik narx bo'yicha. Yana ham tushirib berishini xohladinglar. Da, masshtab bo'lgan sari parallelni biz o'zimizning ham produktni hozir post sistemani to'g'irlayapmiz, aytishliklar bilan. Chunki masshtab bo'lganda bariga ham siz barqaror fikrlashingiz uchun. Mana shu o'rinda raqamlaringizni chiqib ketmasligi uchun ham kerak bo'ladimi? Albatta. Chunki baribir bu kompaniyalar sizni qancha savdo qilayotganingiz, qancha tushum bo'layotgan, qancha xarajat bo'layotgan ko'rib turishadi bu yoqda. Albatta. Ming NJ bo'lsin, ming anaqa bo'lsin, hali bizani yuridik qonunda bunaqa biznesni himoya qilish tariqasida qo'yilmagan. Shunga NJning ko'pchilik nimaligini ham bilmaydi. Shunga bariga hamma narsa yoki o'zimizning dachерный produkt bo'lishi kerak yoki o'zimizning narsa bo'lishi kerak. Xo'p, o'zingizning tizimingizni ishlab chiqish qanchaga tushadi? Hozir salkam 10 mingdan oshiq pul kiritildi. Hali tayyor bo'lmadi. Tayyor bo'lmadi. U paytapni, u dolg'a istoriya, lekin 20 ga yaqin tayyor bo'ladimi? 50 ming dollar. atrofida. Qoplaydimi keyin o'zini bu? Albatta, u masalan chunki uzoq muddatda 2 yilda 50 mingga tayyor bo'lsa ham, menda u paytgacha xudo xolasa 100 dan oshiq filial bo'ladi. Bitta filial salkam $40 dan to'lasa ham, 100 ta filialingiz salkam $4000 toza profit beradi oyiga. Voy o'rinli haqida ozroq gaplashdik. Kuzatilib turadi, baribir shuncha sistema bo'lsa ham debsiz. Eng katta o'g'irlik soni taxminan qancha summa atrofida bo'lgan? Bir kvartalda 360 million pul o'g'irlangan. Bir kvartalda 360 million so'm. Men birinchi oyning o'zida o'g'irlik bo'layotgan bilganman, prosta $30,000 deganimi? Bir kvartalda $30,000 o'g'irlik bo'lgan. Hech kim xayoliga kelmaydi-ku. Endi общий kompaniya shunaqa o'g'irlik bo'lgan. Men birinchi oyning o'zida ko'rganman o'g'irlik bo'layotganini, lekin biz qo'yib berganmiz, shtobi yana kimlar bor bu anaqada proyektda. 20 dan oshiq xodim birlashib ishlagan. Ya'ni u menejerlar ham, operatsion direktorlar ham hammasi bitta anaqada produktda ishlatishgan. Assalomu alaykum. Menga e'tibor tortganini qarang. Chivi, ya'ni choy chaqa uchun ismlarni yozib qo'yganlar. Nafsak suluchi, ujinga, orzular uchun, taksi uchun, Malibu XL uchun. Qiziqroq kelganda choy chaqa tashab ketinglar.
hozir Muhammad akani qaysidir hamkorlar tashqariga chaqirdi. Mana ko'rishingiz mumkin, oynaning ortida gaplashib turishibdi. Shu o'rinda biz xodimalaridan ba'zi savollarni so'rab olamiz. Ismim Kamila. 2 oydan beri ishlayapman. Ish yaxshi, yomon emas, o'zimga yoqadi. Hammasi zo'r ketyapti. Oylik maosh qancha chiqyapti? Unisi endi sir bo'la qolsin. Soatli to'lanadi bizga. 5 ta atrofida bormi? Da, bor. Zo'r. Balki undan ham ko'pdir, lekin Va aytmayaptilar. Qizda sir boy bermaydi. Bu ishni sizga eng yoqadigan jihati nimada? Kofe qilishni yaxshi ko'ramiz. Nimaga asablaringizni tushuntiradimi? Hididami yo Не nimasida? знаю, kofe qilish o'zi, kapuchinoni qilish, rasmlarni chizishni yoqtiraman. Ijodkorlikka, san'atga qiziqishingiz bor ekanda. Da, yoqadi. Mana shu ishda eng yoqmagani nimada? Produktlar vaqtida kelmay qolsa, asabim buziladi. Demak, ta'minotchilar vaqtida olib kelinglar. Mana bu yoqda kadrlar, xodimalar qiynalyapti. Nimani shu Muhammad akaga yetkazsa, o'sha tizimni qaysidir tomonlama o'zgartirsa, sizga yaxshiroq bo'lardi, yo sizga yoki siz kabi boshqa xodimlarga. Bitta filialga может 2 ta odam bo'lsa, yaxshiroq bo'lardi deb o'ylayman. Chunki bitta o'zim bo'lsam, ozgina zerikaman-da. Men ko'proq gaplashib ishlashni yoqtiraman. Ha, hozir bu filialda bir o'zingizsiz. Da, Kichikroq bitta bo'lgani filialda o'ziga. bitta bo'ladi. Chunki bu yerda o'zi filial kichkina. И поэтому shunaqa odamiga qarab biz turamiz. Misol 1 yilda, 2 yilda maqsadingiz qanaqa? Bu yoqda vaqtinchalik ko'ryapsizmi? Keyinchalik qanaqadir boshqacha planlar bormi? Да, конечно. Men ham kafeyni ochish xohlayman. O'zi qalbingizda mehr bor ekanda bu ishga, to'g'rimi? Yoqadi. Omadingizni bersin. O'zlari ham aytdilar hozir, har bitta xodimimizga Yes kofesini hamkor bo'lish taklifini beramiz. Qachonlardir franshaysing ochsin deyapti. O'sha payt ochgan paytda sizdan ham kelib intervyu olib ketaylik. Omadingiz bersin. Rahmat. Kofe tayyor bo'ldimi? Конечно. Kofe shopga keladigan mijozlar tomonidan sizga eng yoqimli bo'lgan ularning xatti-harakati va eng yoqmaydigan. Bizga даже investorlar keladi. Ularga отдельно karta berilgan. Ularda гордость yo'q. Gordus. Da, tipa kibr yo'q. Kibrlarni mana bunaqa qil, buni bunaqa qil demaydi. И поэтому yaxshi gaplashib, даже investorlarning qizlari bilan men dugona bo'lganman. Ya'ni katta biznes egalari, sarmoyadorlar qalbida kibri yo'q, yaxshi gaplashishadi. Bu tomoni yoqadi sizga. Mijozlar tomonidan qaysi xatti-harakatlarni uncha ma'qullamaysiz? Bu yerda samoobsluga yo'q. No, men samoobsluga bo'lmasa ham men o'zim yordam beraman, o'zim olib borib beraman. Men xohlayman, что ularga hammasi приятный bo'lishini, borib olib borib beraman hamma narsani. No, ular bir xiliga shunda tashab ketishadi narsalarni. Bir xilga kelishadi-da, o'sha qolgan musorlarni olib kelib berishadi bu yerga. Oldimga olib kelib berishsa, men xursand bo'laman o'sha narsani. O'sha yerda qolib ketsa xafa bo'lasiz. Tartib qoida qanday o'zi bu yoqda? Tartib qoida. O'z-o'ziga xizmatmi? Da, o'z-o'ziga xizmat. O'zi olib ketish kerak, o'zi olib kelib berish kerak. Shunaqa. Balki ular bilmas, shuni tushuntirish kerakdir. O'rtoqlar, mehnatni qadriga yetaylik. O'zaro minnatdorchilik faqatgina foydamizga o'ynaydi. Bu zarar emas. Sizga katta rahmat. O'zi bosh qiyin bo'ladi-da, keyin qolgan narsa tez bo'lib ketadi. Aytadi-yu, birinchi 110 mingni topish qiyin. 10 ming dollar topish qiyin, birinchi 10 mingni. 10 ming topganingizdan keyin ikkinchi 100 ming topish qiyin. 100 mingni ham topasiz-ku, bo'ldi, qolgani tez keladi. 200 ming, 300 ming, 500 ming. Men o'zim bu narsani aytolmayman. Ishlab ham topganman, ko'rganman ham 200 ming, 300 mingdan toza foyda kelgan paytlar bo'lganda, o'shanga birinchisi qiyin. Eng ko'p toza foyda topgan paytingiz qancha? Tushadimi bu? Bitta joyim ulushini sotganman, bir kunda 100 ming topganman. Bitta tochkam ulushini sotganman. 100% foydamiz. Yo'q, 50%. Keladi. U pulga unaqa katta bog'lanmaganman. Pulni yaxshi ko'rish, qaysi unaqa mehr berib tashlash kerak emas-da. Pulni любой bargan uni anaqa расходы chiqimi bor. Просто u pulsiz ham chiqimni to'g'ri gaplashib olsa bo'ladi-da. Pulni qaysi ma'noda mana aytaylik. Hammamiz bilaylik, что qilayotgan tijoratimiz fundamenti tadbirkorlikka pul topish. Bo'ldi, bu fundament. Как u narsani hamma joyda ham aytavermaysiz-da. Qilayotgan narsamiz ham pul topish. Pul topib bo'lganingizdan keyin qadriyat paydo bo'ladi. Pulni to'g'ri joyga распределение qilish. Men oldimda pul olib yurmayman. Kartalarimda ham pul yo'q. Bu yoqdan olib beraman, bu yoqdan beraman yoki bunga to'layver, unga to'layver. Nega? Boya aytgandek, shu gold bo'lishligi uchun. Именно pulga gold. Och. Mana men ertalab turib zavtrak qilmaganman, boya o'tirib перекус qilib oldim. Nega? Chunki men qachonki qaysidir proyekt yoki qaysidir sazon yoki qaysidir delon yopgandan keyingina ovqatlanaman. Mana shunaqa.
pul ham shunaqa, agar oldinda pul yursa, men anaqa mana shu goldim yo'qoladi. Pul topish anaqasi fundamenti bor. No, unga katta mehr berib yuborish kerak emas demoqchiman. Da, pul qo'ldagi instrument. Qalbda shu boyagi missiya, shu boyagi qadriyatlar bo'lishi kerak. Qachonki bu qadriyat bo'lmasa, buni o'rnini pul bossa, ko'pchilik tadbirkor nega masshtab qilmaydi, komfortda bo'ladi-da. Men pul topolman deydi. Bo'ldi, unda nima? Masalan, men bitta filial ochib ham pul topib, menga shu narsa yetadi o'zi asli. Menga bir kosa ovqatim bilan nonim bo'lsa bo'ldi, o'zi как shaxs aytsam. Men boshqa narsa qilmoqchiman. U 10 mingta filial pul topish uchun qilmayman, men nima qilaman? Yaxshi mashinami bor, uyim bor, kofem bor, menga u narsa kiyimlarim bor. Men u anaqa etaplar o'tganman-da. Pul topish bo'lganda men bitta filial o'zida ishlab, o'zim barista bo'lib ishlab, ularga ham oylik bermasdan o'zim shoxan yaxshi ko'rib ishlab o'tirgan bo'lardim. Gap unda emasda. Pul topish bo'lganda men masshtab qilmasdim. Masshtab bu missiyada bo'ladigan narsa. Masshtab u og'ir narsa, u qonli narsa, u masshtab bo'lganingizdan keyin kачество tushadi. Qiyin o'g'irliklar bo'ladi, kontrol qila olmay qolasiz, utechka bo'ladi. Masshtab qilmasangiz ham o'zingiz yeb qo'yasiz-da. Ertaga masalan siz bilan men sizni qaysidir brend, menda qaysidir brend, ikkalamiz konkurentmiz. 10 yildan keyin siz masshtab qildingiz, qiynalib, men aytsam, menga mash yoqadi deb. 10 yildan keyin 11-yilga bariyam meni sotib olasiz-da. Algoritmda bitta katta do'kon bo'lardi, Bisyor oldida. Zo'r do'kon edi. Korzinka esa masshtab bo'ladi faqat. To'g'ri masshtab qildi, to'g'ri sistemalashtirishda ular esa zo'r topardi pul. Har kuni pul topardi. Yaqinda Korzinka sotib oldi bular. Korzinka nimani o'yladi? Korzinka kapitalizatsiyani o'yladi. Kompaniyani kattalashtirish, otsenkasini kattalashtirish, jalb qildi katta pullarni YBRdan, boshqa narsalardan. Bular esa komfortda o'tirishdi. Bu ham biznesda ham har xil anaqa tadbirkorlar bor-da. Kimdir hozirgi kunda yashaydi, kimdir esa kelajakda. Biz hozir membership qildik, Yes Community qildik. Gold kartani biz 1 yil davomida uni hype qildik. U gold karta mana yerda ko'rsatilgan. Bir kun ichida adashmasam 50 tacha anaqa sotildi. Shu yerda analashtirishni savol bermoqchi edim. Shu membership bo'lyapti. Buni tushumi markazga tushadimi va membershipi borlar, mana shu gold kartga ega bo'lgan mijozlar istalgan Yes Coffee'ni filialidan borib foydalana oladi. Albatta. Ulardan kofe olib ketib, to'lamasdan chiqib ketyapti. Siz yetkazasizmi pulni? Sheriklaringiz zarar ko'rib qolmaydimi? Albatta, zo'r savol. Bizda hozir men kofe sotdim уже. Endi hozir biz kofe emas, shu imенно shu membership подписка sotishni boshladik. Qancha siryo ketgan bo'lsa, biz siryoni yetkazib beramiz filialdagi. Aytaylik, 100 ta kofe sotildimi? 100 ta kofe olib ketishdimi? Biz shunga joiz 100 ta stakan 1 kilo kofeni yetkazib qo'yamiz. O'rin. Ha, bizda buxgalteriya ishlaylik, kalkulyatsiyalar bor. Membershipni nimaga qildik? Aytaylik, bitta kofeni себестоимости 4 ming so'm, 5 ming so'm. Men ozgina tushkunlikka tushib qoldim mana shu oldingi oy. 6 ta firma kartakaga tushib qoldi. Hisobotni topshirgan buxgalteriyamiz kelgan bitta investor pul kiritish kerak edi. 500 ming haqida gap ketyotdi. U cho'zilib qoldi. Keyin nima qilishni bilmayman-da. O'tiribman, mana shu membership, gold kartani anaqa 1 yil davomida hype qildik-da. Uni ulamolarga berdik. Ustoz tadbirkorlarga berdik. Alisher Isayev, Murod Nazarov, Zafar Hoshimov hammasiga chiroyli taqdimot qilib berdik. Yes Coffee'ga qilsanglar bo'ladi deb. Ko'rdim, ular bir xillar kelib ichmasa ham, no storiesga repost qo'yishdi. У меня есть золотая карта. У тебя есть deb, sanda bormi degandek qilib yoki investorlarga ham berganmiz. Investorlar do'stlarini oldida menda gold kart bor, sanda bormi deb anaqa qilishyapti-da, o'sha bir-birligisi bilan. Imam bitta bizning blogimiz bor, chaqirdim-da. O'rtoq dedim, "Davay, buni sotaylik. Har kuni kofe free. Yana dop sotuv bo'ladi. Yana bu narsaga birinchi 500 ta olgan klientga yana barbershop qo'shib beramiz. Yiliga nechadir marta Santander barbershop основателim, unga telefon qilsam, muammo yo'q dedi. Yiliga nechadir 12 tami vizit qiladi. Hozir bir kunning o'zida 50 tami, 100 tami sotildi-da membership.
hozir anaqa kirsam klik anaqa 1 million tushyapti. Bittasi 1 million, ya'ni membership, gold membership narxi Yiliga 1 million. yiliga 1 million. Da, imенно sizni anaqa initsiallaringiz bilan tushadi va har kuni siz tekinga kofe ichib ketasiz. Bir martadan. Bir marta, kuniga bir marta. Lekin faqatgina kofe bilan cheklanib qolinmaydi-da. Do'p sotuv bo'ladi bu yerda. Albatta bu Asossiz ham shikoyatlar qilib turisham. Yaqinda bo'ldi, mana bitta bloger bitta filialimizdan narsa olgan. Biz u narsani chuqur o'rgandik, chunki videolar chiqib ketdi. U narsani mikrovonovkada isitib berishga so'ragan, u kerak emas deganda. Lekin yeb turib, endi aeroport filialimizda narxlar qimmat bo'lganligi uchun 25 mingga bulchka oldim, qotgan bulchka deb gapirib chiqdi. Men sразу yozdim, karta tashlang, tashlab qo'yamiz. Agar siz baristadan so'rasangiz, u isitib berardi. So'raladi u narsa, chunki sen uchun men isitmasdan yeyman. Kimdir isitib yeydi. Takshi yeb bo'lgandan keyin olib chiqyapti. Masalan, marta odam aytaylik, nimadir yedi, yoqmadi, chaqiradi, joy ustida hal qiladi. Ya'ni yeb bo'lib, keyin video, ya'ni bu ikki xil standartda. Keyin u odamning shaxsiy akkauntiga kirsam, u odam o'z mana shunaqa kritikalar qilib yuradigan odam ekan. Omad tilaymiz unaqalarga. Endi biz har doim kritikani ochiq qabul qilamiz, hamma kritikani konstruktivni qabul qilamiz va bu narsa bo'ldiki, значит bizda ham xato bor. Sразу to'g'rilashga harakat qilamiz. Yaqinda ham bo'ldi, bitta xodim limonad olgan, ichayotganda limonad kofemi, limonadni qopqog'i tushmaganda kiyimliga to'kilib ketgan. Ish payti. 1 soat ichida ularga yangi futbolka yubordik. Anaqani ximchiskasini ham hal qilib berdik, yana nechadir foiz promokodlar berdik. Mijozni ko'nglini olish uchun bo'lyapti hammasi. Da, u odam endi Vaholanki siz aybingiz emas bu. Endi Ochilmay qolgan. Balki ular qattiqroq yoqmagan, balki manaqa bo'lmagan. U odam ham u pulga qanaqadir uyiga masalan mahsulot olib kirsa bo'lar yoki o'ziga nimadir sotib olsa bo'lardi yoki internetiga to'lovni qilsa bo'lar. U odam bizdan mahsulot sotib oldi. Shuning uchun qadrlagansiz. Pulini bizga ishlatdi. Nechadir kilometr peshkom yurib keldi yoki mashinada keldi-da, rasxod qilib. Mijoz birinchi o'rinda ekanda, boya aytganingizdek, tashkiliy strukturada eng tepada Mijoz. CEOdan ham oldin mijoz deganingiz mana shu o'rinda o'z Chunki aksini u topdi. boss. U meni ishdan ola oladi. U meni reputatsiyamni yomon qila oladi, brendni yomon qila oladi. Uni biz rozi qilsak, shundagina biz o'samiz. Endi bo'ladi, nojoiz kritikalar bo'ladi yoki anaqalar bo'ladi. Talablar bo'lishi mumkin. Biz ularga omad tilab qolamiz va bu narsadan ishlaymiz. Da. Hozirgi kunda ayni paytdagi brendning qiymati qanchaga baholanadi? Endi bariga ham kapitalizatsiya har doim har xil baholanadi. Biz oxirgi baholatganimizda 3 millionga yaqin baholashdi. 3 million dollar. Hozir 4 million dollar berilsa sotasizmi? Yo'q. Qanchaga sotgan bo'lardingiz? Hozir Yo qachondir sotish mumkinmi yoki bu biznesga farzandingiz kabi munosabatdamisiz? Ya'ni qaysidir ma'noda sizni dunyoyingizga aylanib bo'lganmi? Yoki biznes? Qaysidir etapga chiqqanda, nihol ko'karganda sotish imkoniyati ham bordir. men sotganman, ko'p bizneslarni tayyor qilib bu yerda Qozog'istonda ko'p bizneslarni tayyor qilib sotganman. Men bundan bog'lanib qolmayman. Mana shu narsani, bu mening 7-biznesimda, Yes Coffee. Buni men missiya borligi uchun, bu orqali men boshqa ishlarim bitayotganligi uchun, bu orqali proyekt masshtab bo'layotganligi uchun har tomonlama menga bu narsa to'g'ri kelayotganligi uchun men nega hozir sotishim kerak? Agar yana ham boqsa bo'ladi-ku degan fikrda men 3 millionga olib chiqqan bo'lsam, kompaniyaning qiymatini. Bu payt hech narsa yo'q edi. Hozir esa investorlar bor, jamoam bor, media bor, networking bor. Keyingi 2 yilda bu kompaniya 30 million bo'lishi ham mumkin. Men keyinchalik o'sha yangi kafenelar ochishim shart emas-da. Bu membershipga boshqa produktni o'zligisi keladi. Men sartaroshxona ochishim shart emas. Yoki boshqa tema ochishim shart emas. Ya'ni biz qanaqadir formatda shu community formatida davom ettirish. Shu o'rinda bitta savol. Coffee shop masalasida va obuna masalasida ayni paytda O'zbekistonda kimlarni raqobatchi sifatida bilasizmi? Международный brend bor, Costa Coffee bor. Ular endi premium formatroq.
yaxshi ketishyapti. Bizda formatda Caferito bor, Bon bor. Membership formatida esa hali membership qo'yilmadi. Safiya bir qo'ydi podpiskani. Ular ham yaxshi ketishyapti. Endi Safiya bo'lak qandolat brend. Ular zo'r brend, men o'zim ko'p anaqalarni sotib olaman. Bayramlarda mana shu birinchi bo'lib Safiya keladi miyamga. Kofeda уже masalan Bonga kirishim mumkin kofe ichgan. Top of mindga kelmaydi. Da, top of mind kirmaydi. Biz endi kofe bo'yicha shu top of mind bo'lmoqchimiz. Zo'r. Xulosaviy qismi sifatida nima maslahat bergan bo'lardingiz yakuniy qismiga? Tadbirkorlarga umuman. Hozirgi kunda O'zbekiston tadbirkorlariga ham jamiyatga beradigan manfaat bo'yicha, ham o'zi ko'proq ulush daromad topishi bo'yicha. Tadbirkorlik bu mazoxistlar bo'ladi, o'zini uradigan psixbalnilar bo'ladi. Shunaqa narsa-da o'z tega. Tadbirkorlik shunaqa. O'zini o'zi qiynoqqa soladi. Mana hozir o'zim просто headhunterga tashlasam, vakantimni kamida 3000 dan 5000 gacha olib berishadi menga. Tadbirkorlikda esa siz minusda yurasiz, asabda yurasiz. Har doim emotsional gruz, Doimiy mas'uliyat. Mas'uliyat. Agar qaysidir force major menda bo'lgan situatsiya, yaqinda shotlarim kartotekaga tushib qoldi. 6 ta firmam bittada noto'g'ri hisobot topshirganingiz uchun to'lovlarni vaqtida bajarmasangiz, siz уже qaysidir ma'noda ishonch yo'qoladi sizga nisbatan. Odamlar уже cho'chishga boshlaydi. Siz ularga xizmatga nima qilganingiz? Bugun. Shuning uchun tadbirkor reputatsiyasi birinchi o'rinda. Shunga любой situatsiyada kakes tushuntirib, связda bo'lib, aloqada bo'lib, kerak bo'lsa mulklarini zalogga qo'yib bo'lsa ham hamma bilan переговор o'tkazib, любой situatsiyani решениyasi topsa bo'ladi. Ko'pchilik tadbirkorlar birovning gapiga ishonib, keladigan, kelmaydigan pullarga ishonib, ko'p joyda hijolatli situatsiyalar bo'lib qoladi. Tadbirkorda hozirgi zamonda o'zimdan kelib chiqib aytaman. Shunga bu sohani tanladinglarmi? Bu ham bitta iskustvo-da, masalan, meditsinada doktor bo'ladi, maktablarda ustoz bo'ladi. Tadbirkor ham shu mana shu Sohani san'atkorida. San'atkorida, qaysidir ma'noda. Yo'q narsadan bor narsa qilyapmiz-da. Shunda mana shunaqa qiyin narsalarda qiyinchiliklar keladi. U ham bitta anaqa atirgulda, atirgulni hidlaysiz. Uni tikoniga qo'lingizga kesib olasiz-da. Rozi bo'lishingiz kerak tikoniga. Mana shunaqa qiyinchiliklarga rozi bo'lsangiz, duh tushirmasdan keyingi etapga o'taverasiz. Bu qiyinchilik sizni kuchaytirish uchun keladi. O'shanga gazni bosinglar, ko'p safar qilinglar, o'sasizlar. Va'da vafo, kech qolayotgan, to'lamayotgan qiyinchiliklar bo'lgan paytda связda bo'lib gaplashsanglar, niyatingiz xolis bo'lsa, любой situatsiyadan chiqib ketasizlar. Shu Bitta oxirgi bitta savol qoldi, shuni beraylik. Chunki men o'qishga ham sal taalluqli. Misol uchun tadbirkor doim o'zini ustida ishlash kerak, rivojlanish kerak, o'sish kerak. Chunki kompaniyani o'sishi tadbirkorni bilim darajasiga bog'liqda. Ya'ni o'zi qanaqa samara razvitiya bilan shug'ullanasiz, qanaqa o'zingiz ustingizda ishlaysiz, shu qiziq bizga. Xo'p, men endi kurslarda o'qiysizmi o'zi? To'g'risini aytaman, g'irt ikkichiman men. O'qishlarni yomon ko'raman, to'g'risini aytsam. Biz kombinatorga ham ko'p darslarga bora olmadim, orqada o'tirardim. Men praktikman. No, bilimni, ilmni ko'pini shu natijasi bor kompaniyalardan va odamlardan o'rganaman. Podkastlar, audio knigalar eshitaman, kitoblarni ham kitob o'qimayman. 5 ta yordamchi assistent bor. Shular kitoblarni sovg'a qilaman deb o'qib menga aytib berasan deyman. Ya'ni anaqa chunki o'qisangiz anaqa o'ylashni boshlaysiz, fikrlash, hamma narsani aniqlayverasiz, analiz qilaverasiz, o'ylayverasiz-da, bu yerdagi sumashedshий bola yo'q bo'lib qoladi. Ilm anaqa Qaror qabul qiluvchi. Da, уже ko'p anaqaga. Chunki ilm ko'paysa qo'rquv oshadi-da. Shunaqa. Shunga anaqa men lutchi kirib, yutqizib, lekin shu narsani qildim degan narsa bor, anaqa aytadi-ku, risk lutchi, чем сожаление. Сожаление qilgandan ko'ra men risk qilib yutqizganim menga afzalroq. Menda ko'p ustozlar bor, bir oyda bir marta oldilariga borib, ular ko'p chiqmagan anaqaga,
hech qayerda seditsiya qilmaydigan odamlar borib shulardan ilm olaman. mentor. Mentorlar. Kurslarga borganman, anaqa. Kursda hamma sizga nimadir sotgisi keladi-da. Hammasidan nimadir anaqa, bankovskiy счет bo'lib borasiz-da. Ko'p bo'ldi unaqa narsa. Networking uchun yaxshi. Fikrdachilar hamjamiyatida borman. Yosh tadbirkor bo'lib kirganman. Ular bilan shu safarlarga borganda ularda hech qanaqa sotuv yo'q, anaqa qilinmaydi. Faqat shu yaxshi anaqa Asosiy networking, katta networking uchun boraman. 11 ta kompaniya buyuk bo'lganda, o'sha buyuk bo'lishini 20 yil davomida tinmasdan rivojlanib borganda, uni sababini izlanishgan, исследование qilishganda, shunda bittasi o'sha juda sog'lom raqobat bo'lgan degan narsada, ya'ni majlislarda bir-biri bilan urushib ketardi, lekin majlis tugagandan keyin baribir общий maqsadga qarab ketavergan deganda, ya'ni qattiq diskussiyalar bo'lib, bir-birini yoqasidan olib ketish bo'lgan deb shunaqa tushuntirib berganda, lekin shaxsiy manfaati o'ylanmaganda, mana kompaniyani manfaati, umuman kompaniyani kelajagi o'ylanib urushib ketishgan deganda, men o'zimda ham bo'lgan bir paytlar shu rahbarim bilan через urushardim-da, to'g'risida. O'zi anaqa Steve Jobs anaqa Apple aniqayotganda qarasa hamma bir bilan urushyotibdi-da. Hech kim gaplashmayapti. O'z tadbirkorda anaqada shu siz biznes qildingiz, hammasi yaxshi. Endi ikkinchi etap shu yig'gan odamlaringiz bir-biri bilan ishlashida. Bu ham bitta katta anaqa proses. Ko'ryapti, hamma bir bilan urushyapti-da. Keyin borganda bitta bankami butilkaga toshlarni solgan. Keyin ichiga suv to'ldirganda, hammani oldida uni chayqagan. Chayqagandan keyin ochib toshlarni stolga qo'yib ko'rsatgan, qaranglar degan. O'zi bu toshlar kiridi, yomon edi, g'adir-budir edi, ustida loylari bor edi uslovni. Bu prosesga tushdi. Ya'ni bitta muhitga, kompaniyaga tushdi-da. Bu yoqda biz mazgavoy shturm qilib urishdik, yaxshi anaqa qildik, yo'qotishdik, u bo'ldi, bu bo'ldi. Keyin u yoqdan chiqdik. Biz oldingi versiyamizdan yaxshimiz. Tozalanib, tozalanib. Bizani shu aytganda missiyamiz bitta. Missiya yonida aniqamiz. Hamma kuchaydi bu yoqda etapda. Hamma samara razvitiyasi zo'r bo'ldi. Bu orqali men proyektim yaxshilandi-da. To есть bu narsa normal holat. Men ham ko'p aytaman, bir 4 dan 5 telefonim singanda mana. Tutib qolganda, tap etib devorga otasizda. Keyin anaqa bo'lib, uyga ofisga anaqa olib kelib qo'yganman. uradiganmi? Uradigan turadi. Shuni rost uraman. Men o'shani aytmoqchi edim-da, boya stressga tushganda. Bu yoqqa olib kelsam bo'lar ekan. Hozir menga bitta sovg'a qilishdi shunaqa. Ya u kattaroq siz. O'zi doktorlar maslahat berishadi-ku, ani stressga tushganda yoki o'sha odam urishing kerak yoki borib anaqa boksyorskiy nimaga borib anaqani urish kerak. O'sha joyda anaqa tarqab ketadi, ani kortizol deydimi? Kortizol chiqib ketadi deb shunaqa aytishadi-da. Mana anaqa to'g'ri misol. Anaqani jahl ustida uyda bo'lib qoldim. Ofisda emas, o'ynab turgan ekan, o'yindan urardim-da, to есть jahl ustida bo'ldi. Kecha sirlar indochilyapti. Kecha mashg'ulot bu degan gap bo'yotgan. Mana ochdingiz-ku. Tadbirkorlik shu. Ko'pchilik o'ylaydi, mana endi tadbirkorlikka kirayotganlar, xudo xolasa biznes ochaman, 3-4 yilda unga bitta CEO qo'yaman, keyin mazza qilib dam olib, sohillarda yuraman, xotirjamlikda yashayman deydigan narsa o'z isbotini topganmi hayotda? Hozirga aytilgan misollar buni teskarisini ko'rsatyapti-da. Kecha esladik shuni, yaqinda Shri Lankaga bordik fikr yetakchilari bilan. Har bitta shu founder anaqani aytaylik yoki investori maqsadi. Endi investorga balkim ko'proq to'g'ri kelsa kerak, founderlarni anaqasi borib plyajda Maldivda yoki qanaqadir bitta okean tagida kokosovый suv ichib, zondик tagida o'tirishdi, palman tagida, zondик tagida. Men shu narsani bordim, qildim, okean o'tirdim. Tinch okean oldimda anaqa skameyka, suv o'tiribman 3 soat ekanda. 3 soatdan keyin chidamadim. Yo'q, reально chidamas ekansiz. 3 soat o'tirdim, уже nima qilishni bilmaysiz-da. Siz уже ana stressda, baqir-chaqirda, anaqada
pulni shiqir-shiqirni ko'rib yoki qiyinchilikda odamlarni protsessi qiziqda, ya'ni oldingizda turib, "Men san bilaman" degan odam ham ertasi kuni boshqa odam bo'lib qolsa, shu ham qiziqda, ko'rib olasizda. Demak, sizga biznesdagi pul emas, proses ko'proq. Proses ya'ni qiziq. maqsad, purpose deydi-yu. maqsadga olib boradigan yo'l, jarayon qiziq bo'lyapti-da hozir. Hammaga katta rahmat. Jamoliddin aka, shu o'rinda tanishtirib ketsam bo'ladi. Fazza School'ning asoschilaridan. Faza Management School. Fazza Management School'ning asoschilari. Top SEO dasturi. Top SEO bu yerda kichik qisqa fursatdagi MBA deb ta'riflasa bo'ladi. Tadbirkorlarni o'rgatadigan maktab. Kattakon rahmat. Ajoyib suhbat bo'ldi. Menimcha bu suhbatni tugatib bo'lmaydi. Yana mavzudan mavzuga o'zim hayron qolganim, kecha ochilmaganlari bugun ochilib ketyaptilar-da. Menimcha sizlarning ta'siringlar bo'ldimi? Men ocha olmadimmi kecha? Uxlab keldim-da, Shuning uchun juda ham bir ochiq formatdagi suhbat bo'ldi. Menimcha bu ko'rsatuvlarimiz doirasidagi yangi daraja deb hisoblasak bo'ladi. Rahmat. Xudo xohlasa, hozir 30 ekan, 60 bo'ladimi, 100 bo'ladimi, filial ochilganda yana bitta shu ko'rsatuvni qaytadan olish, nimalar o'zgartirdingiz, qanaqa formatda ishlayapsiz, keyingi qismini olsak yana zo'r bo'lardi menimcha.